Assalomu alaykum. Ikra oldik, hurmatli qarindoshlar. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining Yevropa vakili Nijat Turg'un bilan ep borgan naq maydon suhbatimiz texniklik masalalar tufayli ozroq kechikib qoldi. Buning uchun hammanglardan kechirim so'rayman. Assalomu alaykum Nijat Turg'un efendim. Ikram hoş geldiniz. Aleyküm assalom, hoş bulduk. Rahmet. Assalomu alaykum ikromli qarindoshlar. Ovozimiz qandaroq chiqyapti, chiqayotgan bo'lsa, biz boshlaylik suhbatni. Rahmat javob qaytmabdi, anglayotgan o'xshaydi hamsa. Birasa boshlaylik. Naq maydonga kirib ketganmiz. Ovoz yaxshi o'xshaydi. Xalqdan boshqa bir teknik fikrim kelmadi. Assalomu alaykum Nijat. Ikram hoş geldiniz. Bugungi bu suhbatimizda Facebook chiqargan savol. O'zim uni qayta yana ko'paytirib 11 savol bo'ldi. Bugun vaqtimiz yetib qolsa 11 savollarning hammasini sizdan so'rayman. Tunji qatam Umid Musaboyev bilan naq maydon suhbat etgan vaqtida shunday degan, biz har bir Uyg'ur o'zining millat oldidagi mas'uliyat va majburiyatidan bularni tashkil qurganlar o'ziniki vatan millat oldidagi mas'uliyat majburiyatidan bir millatga bir javob beradigan bir ongni shakllantiraylik. Hammamiz xalqning savoliga javob berishdan qochib o'zimiz chetga olgan holatdan saqlanaylik. Bu orqali xalq bilan tashkilotlar o'rtasidagi aloqamiz kuchaydi. Tashkilotlar xalq orqali texnik jonlandi degan asosda ep bo'lgan. Bugun hamda bu suhbatniki ikkinchi qismi sizga kelib qoldi. Eng avval o'zingiz bir qisqacha bir tunishtirib bersangiz, ondan keyin men savollarimni o'tirib qo'ysam. Aleyküm assalom. Qimmatli vaqtingizni ajratib bu suhbatni o'rinlashtirganingiz uchun ko'p rahmat. Oldindan ekran oldidagi barliq Sharq Turkistonliklarga assalomu alaykum. Hammanglarga muvaffaqiyat bo'lsin. Men qisqacha nima qilay kiray. Men Nijat Turg'un, vatanning Sharq Turkistondagi Urumchi shahrida Shvetsiyaga 2004dan buyon Shvetsiyada iqomat qilib turyapman. Bu yerda turish jarayonida Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi, undan keyin tashkilotlar birligining qurilishi bu yerdagi. Undan keyin xizmatlarda bo'lib keldim. Undan keyin akademik nimada xalqaro munosabatlar siyosati, Sharq Osiyo bilimlari qatorliq bilimlarda magistrlikni tugatib qilyapman. Hozir Shvetsiyaning Harbiy universitetida askeriy tarix bilimlarida bilim olyapman. Rahmat. Siz ishlab bo'lganda xalqaro munosabatlar ilmida hozir magistrni bitirib bo'ldingiz degan gap, shunaqa-ku? To'g'ri. Sharq Osiyo bilimlari, xalqaro munosabatlar. Shunday bo'lsa, siz ham bizning bu suhbatimizga eng loyiq xalqaro siyosiy mulohazadan ep boradigan bir diplom bor. Bu kasb o'qigan bir kasb ahli degan gapda hamda. Astagfirullah. Buniki savolga udilib kirikday. Birinchi savol. Men sizni uzundan tortib tunayman hamda. Men sizni burun tortib Shvetsiyaga kelgan vaqtingizda sizning qilgan faoliyatlaringizda ko'rib turayotgan siz chet elda dunyo Uyg'ur chet el ichki cho'ng tashkilot, ya'ni Yevropada qurilgan dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Turkiyada qurilgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligida har ikki tashkilotlar hozir xizmat qildingiz. Burun qurultayda xizmat qildingiz, endi hozir Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlar birligida xizmat qilyapsizda. Endi birinchisi boshlayman shu dunyo Uyg'ur qurultiyidagi vaqtingizni ozroq boshlamoqchi. Birinchi savol, siz dunyo Uyg'ur qurultiyida uzun muddat ishladingiz. Yig'inlarga qatnashdingiz. Jumladan dunyo Uyg'ur qurultiyidagi yoshlar ichida g'olliq bir shaxsdan birisi edingiz. 2021-yilga deyman, dunyo Uyg'ur qurultiyida Ruhiya Turish xonim bilan birga ikkinglar biroqla istifa berib chekinib chiqqanliklarini o'zingizlarning Facebook sahifanglar e'lon qildinglar. Orqadan dunyo Uyg'ur qurultiyimi sizlarga qarshi ba'zi bir bayonotlarni e'lon qildi. Xohlasangiz mush yoqda qisqacha bir so'zlab bersangiz, dunyo Uyg'ur qurultiyidagi vazifangiz nima edi, nima sababdan dunyo Uyg'ur qurultiyidan istifa berdingiz?
Sualыңызға рахмет. Bu ötken bir tarix. Ben Dünya Kurultayı'na biz Şivsiya Uygur Mağarip Üstümüzden biz hemkarlaşıp kelegilik. Ben Kurultayı'na resmi a'za olup kirgen vaqtim 2021 8. ay. Kurultaydan chiqib ketgan vaqtim 2021 yili 12 ay atrofida chiqib ketdim, 12 yilning oxirida. Hisobda 4 oyga bormaydi. U yerda faqat vakil bo'lib da qatnashdim. Alayda bir og'am vazifam yo'q. Endi chiqishninki sabablarini men 2022 yili 1 oyda so'zlagan videoda bütün sabablarini chiqishimniki narsani qo'ygan, uni men takrorlashninki nimasi yo'q deb o'ylayman. Kereki yo'q. Agar qiziqqanlar shu yerdan ko'rsa, eng tafsiliy nimaga bu 29 minutlik bir video va 2-oyning 22 yili 1-oyning 5-kuni so'zlagan. Siz qurultay 4 oy ishladingizmi? İşleştiğimiz şu vekillik tutukluk ama bizninki degenimlik Uygur Mağarip Uyuşması biz hemkarlık için nurgun faaliyetlerini birlikte kılgan mesela. Anandikin Nimedeki Türkiye'deki Uygur Tədqiqat İnstitutu'nu mu ya da birlikte kurguçu azalar buluştuğumuzdan Uygur Tədqiqat İnstitutu Dünya Uygur nurgun faaliyetlerle hemkarlaştırıp birlikte buldu. Bu jarayonda şu birlikte hizmette bulduk ama İşçiga resmi a'za olib kirishim va ishdan chiqishim araliqcha bo'lgan jami araliq 4 oyga bormaydi shu taxmin. Endi shu 29 minutlik videoni shu mezgilda ko'rdik, nurg'un odamlar balki xalqning eslimi chiqib ketdi. Men buni takrorlashimning sababi, ya'ni az keyinda yana bu to'g'risida hozir bir nimalar borchu. Shunga eslab nimalarim shu. O'sha qisqa shakllarda bir qisqa bir nima qilib berasizmi shuni? Menchi videoni ko'rsatsa odam nim qiladi, mening koni tarixni nim qilgim yo'q, chunki u o'tmish ketdi. U siyosiy yo'limizdan ayirib bo'ldik hozir. Onun jiq kirgim yo'q. Bo'lganda gapni yig'inchaqtis bo'lgan vaqtda, ya'ni siyosiy nimaning o'xshamas ko'zqarashning o'xshamasligidan ko'zqarashni tutgan yo'limiz. Tutgan yo'lning o'xshamasligidan ayrilib chiqdingiz, shundaqmi? Isbot berib chiqdingiz. Bo'lsa ikkinchi bo'limi indigenous masalasidagi bu yerdagi tutgan pozitsiya sababi. Pozitsiya sababmi? Hem ikinci sual siz Dünya Uygur Kurultayı'ndan istifa berip Türkiye bir bo'lgandan keyin Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkiloti birligiga a'zo bo'lib kirdingiz. Keyin bu tashkilotning Yevropa bo'lib vakil bo'lib saylandingiz. Shunda bir peş olay. Men Sharq Turkiston tashkilotlar birligininki qurg'uvchi a'zosining birisi. Chunki Uyg'ur Ma'rif Uyushmasi shu tashkilotlar birligininki, ya'ni Shvetsiyadagi Şivsiya Uygur Mağarip Uyuşması şu teşkilatlar birliğinin kurguçu teşkilatlarınki biri. Ben o teşkilattaki heyet azası bulup süpütüm bilen şu teşkilatlar birliğininki kurguçu azasının birisi. Kurultaylık vaktimde mi? Yani o yerlik ordum yoktu, koyulum yoktu. Ama vazifeki tayinlendigen. Çünkü iki teşkilatta okşaş vazife alsam bulmaydı deyip teşkilatlar birliğinde vazife almaydı olan ayetlik vazifem tüygeyendikin, ahırlaşkandikin teşkilatlar birliğindeki vazifemni 2022 yili 10. etrafı aldım. Unda qapqasa 3-cü sual siz diasporadagi ikki cho'ng Uyg'ur tashkiloti, ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultayı va Sharq Turkiston tashkilotlar birlikda xizmat qildingiz. Qanday bo'lsa, qurultay qisqa muddat ishlagan bo'lsangizmi, uning ilgirki yig'inlaridan batınız men bilishimcha 2018 11 oyda January cho'ng bir namoyish bo'lgandan keyin qurultayniki shu joyda bir yig'in bo'lgan vaqtda shu yig'inga men qatnashgan shu borgan, shu biz kurashgan, paranglashgan hozir. İşte bo'lganda qurultayda bir mezgil siz ishlab nima qildingiz-da hamda. Hozir hamkorligingiz bor degan gapda. İşte bo'lganda siz hamda chet eldagi qurilgan ikki cho'ng tashkilotniki har ikkilisida ishlab vaqtingiz hozir Turkiyadagi tashkilotlar birligida. Hem hazır bizimki müşer bir sualını ötken ben nimedimi sordum. Ümit Musa Bayak'ını sordum. Bunun okşayışını sizden bir sorup bakın kilovatıdım. Bizim bu çeklerlik dava zaten kimnin kolunda, kim kontrol kılıvatıdı? Sualını kayıtı nim kılsanız dava kimnin kolunda, kim kontrol kılıvatıdı? Kimnin kolunda, kim kontrol kılıvatıdı bizim bu çeklerlik Şarkı Türkistan Milli Müstakillik Hareketi'ne? Ümit Musa Bey efendim bunun nimi badi mesela çok kurultayının arkadaki neresi onun yerdeki asli meniki maqsadim maniki miyada ekranga chiqib suhbat qilish maqsadi hargizmi mening to'g'ri sinov xatda to'g'ri bunda bir-birini mat qilish yo bir-birini chatqa qilish emas, asli o'xshash bir masalaga
o'xshamagan parallel nuqtadan kuzatib fikrini qo'ya olgan bo'lgan bo'lsak bu ishni yaxshi aydınlashyapti aslida. Bo'lmadi. İntihar bir imkoniyatlar bo'lmag'ili, birisi ekranga chiqsa, yana birisi buni ekranga chiqmag'ili. Mana bu amal bo'lmadi-ku endi. Nima Ümit Musaboyev bir qurultaylar hamkorlik ishlatdik yani. Lekin endi Sharqiy Turkiston tashkilotlar birga hamkorlik nimalari bor, u yo'q, undan bir xabarim yo'q ekan. Yani mas savolnimi hamda siz bir xalqaro munosabat kasbi bir maqsad o'qigan birisi bilan suhbatingizdan siyosatni jiq analiz qilasiz. Men programmangizni yoqtirib ko'raman. Bu savollarni bo'lgan bo'lsa Ümit Musaboyev chiqmasa chiqqanidan so'rab boqqansa parallel nuqta kuzatgandan o'tirib qo'ygan bo'lsa, xalqimiz uni ko'rib, hani o'zi undan bir yakun chiqarib olgan bo'ladi. Siz unda bo'lmadi-da, balki keyingi navbatdagi suhbatlarda o'xshamagan fikr yaqindagi, o'xshamagan idealik odamlar bilan bir suhbat kelib, ma'lum bir masalani parallel nuqtani o'xshamagan nuqtadan bir ko'rsatgan bir holat shakllantirish imkoniyati bo'larmi-ki deb bu nima o'ylashyapmizda endi. Lekin hozir imkon yo'q. Shunga o'xshamagan tashkilot va fikri iqimidan o'xshamagan siyosiy qarashdagi shaxslar o'tirib masalalarga o'xshamagan nuqtadan analiz berib Sharqiy Turkiston davosiningki hal qilish yo'llarini masalalarni o'xshamagan qarashdan ko'rib xalqqa yo'ritib berish bizning birinchi oramizdagi jiroqlikni yaqinlashtirsa, ikkinchisi bizningki davoninki nimasini beyitidi. Dava zihniyetini-ku. Şu xalqimizga o'xshamagan tashkilotlarningki vakillari, odamlarningki bir yerga kelalaydiganligi, masalalarni o'rtaq muzokara qila oladiganligini beg'ishlaymiz. Bu yaxshi nima? Men masalan bu demokratik nimasidan olganda, masalan nurg'un partiyalar munozaralarda bir yerga kelib, chiroyli munozara axloq bilan munozara qilishib, talashib chiqib ketalaydi. Bizdami da'vo ilgilaydi desa, buningga tashkilotlarimiz yuzlanishi kerak. Yani miyadaki alakalı bizden çetellik bu dava kimden kulluda, kim kontrol kulluda soruşturması sebep de biz çok işler baktınız. Adamın halkımızdaki de bir umumi gazete tor dünyasının bulatkan bir fikir bu aslında yani hiç kim ondan ne kılamaydı. Kurultayının kendi kontrol kılatkanda Amerika demokratiyini ilgili sürüş cemiyeti şula pul bıratkandaki şula kontrol kılıda dedi. Türkiye'deki ne hem de Türkiye hükümeti kontrol qilyapti degandek mushundaq hamda narsa bor narsa gap qilib buni menda bo'lgan gap emas bu narsa nechilning yog'i xalqimiz tarafidan o'ylayotgan narsalar mushning qanday qaraysiz hamda mana bir narsa bor tashkilot bo'lgandan keyin tashkilot odamlardan tarkib topadi buning uchun bir harakat qilish bir plani bo'ladigan gap da'voning maqsadi nimasiga yetish uchun buni planni amalga oshirish uchun iqtisodiy kuch kerak ya'ni odam kuchi bilan birlikda iqtisod Çünkü bu iqtisod bo'lmasa bu tashkilot mangmaydi. Ammo buni a'zolik badal pul bilan mengayotgan tashkilotlar bor. Andan keyin davlatlardan projekt tuzib, o'z turishlik davlatlardan projekt tuzib, projektninki shartiga tushgan chog'da bu pul bilan men faoliyat qilib, yig'inlarni o'rnashtirib, tashkillab qilib ketayotgan narsa bor. Endi bunda bir narsa bor. Projektninki qulluq qilish deydigan bir narsa bor. Ya'ni projekt Sharqiy Turkiston davosiga vakil bo'layotgan tashkilotlarningki yetmoqchi bo'lgan nishon g'oyasini to'sib olmaslik kerak. Ya'ni biz projektni shu da'voga yetkichi bir vosita shaklda ko'rishimiz kerak va shu shaklda ishlatib, masalan mustaqillik degan mustaqillik bilgan nishon bunga yetish uchun menda siyosat strategiyalarimiz bor. Bu strategiyani uyg'ulash uchun menda siyosat qilamiz. Bu siyosatni qilish uchun menda ABCD deydigan bir necha faoliyatlarni, yig'inlarni, ko'rgazmalarni yoki bo'lmasa ma'lum bir uchrashlarni olib berishimiz kerak deb shu nishonga bog'lagan holatda qilib masalan odam yetishtirish deymiz. Buning hammasiga projekt tuzash kerak. Chunki xalqimizningki tashkilotlarni qo'llashi har xil sabablardan yetarli emas. Chunki bizning muajirat hayotimiz boshqa millatlarga qaraganda qisqa va iqtisodiy kuchimiz unda kuchli emas. Demek ki işçi aletdeki ve hizmetçi aletdeki adamlar bizning savdogar tijoratlarimizniki unda cho'ng qo'llash nimasi yo'qolimiga bormi? Albatta xalqimizning qilayotgan nimasi yordamlari bor, uni mamnuniyatdan jo'q qilamiz. Ya'ni bu projektning nimasi tuzilishi bilan tashkilotlar o'zininki yetmoqchi bo'lgan nishon g'oyasiga bog'lanib qolsa va ma'lum bir projekt berayotgan idora organninki
asosiy yetmekçi olan nişan gayesini tormozlab beshi bu chog'da tashkilot shu projektniki yonchig'i chiqib qolgan holat kirib qoldi. Şoň bunundan chiqib ketish kerak. Bunun chiqib ketishningki ikki yo'lliq nimani tuzash kerak deyman men. Birisi qo'llovchi xalqni ko'paytirish kerak. Mayli u Uyg'ur bo'lsin, Sharq Turkistonliklar bo'lsin yoki bo'lmasa chet ellik qo'llovchilar bo'lsin. Chunki Sharq Turkiston masalasi faqat bugun Sharq Turkistonliklarning emas, insonlikning da'vosi, musulmonlikning da'vosi va turklikning da'vosi. Bu uchli nuqtadan bu xalqlar ham dunyoda bir irqiy qirg'inchilik bo'layotgan bir narsa. Shunga bu xalqlardan yordam nimalarini yig'ish orqali tashkilotlarning nimasiga yordam og'ili bo'ladi. Buni nechilik muvaffaqiyat qozongan. Onu o texi ayrı bir mesele. Onun için her qaysi devletlardaki organlarınki iqtisadi yardım berilgan nimeler var. Mesela kültürel kimligini qo'g'dash, bazı media nimelerini güçlendirish, a'zolarınki kabiliyet nimesini güçlendirish deyilgan necha xil nurg'unlagan projektlar var. Bu bütün dünyadaki demokratik devletlerde var. Gollandiyada var bu mesele. Moshunga o'xshash projektlarninki shartini nimesini hazırlab, bunun yetmekçi olan narsani chiqarib yaxshi bir projektni tuzgan chog'da buningga yetkili bo'ladi. Ammo deganimdek birla nimaga tushib qolgan chog'da bu chog'da projekt berilgan organninki bizning siyosiy xaritamizni sizdigan bir alg'a tushib qolamiz. Shu bu narsadan amalga tushib qolmaslik kerak. Tushib qolgan chog'da da'vorimiz shu boshqalarning yo'llantirishi bilan bo'ladigan gap. Hozir reallikni shunda bilyapti-da, endi buningda. Hozir reallikni. Ammo tashkilotlar birligininki bizning yolg'iz bir nimaga tushib qolganligimiz yo'q. Biz hem xalqning a'zolik badal puli nimalardan qilayotgan ishimiz bor, xayr-saxovatchilarimizniki qilayotgan ishimiz bor va proyektlar qilayotgan narsamiz bor. Biz necha tarafdan yordam nimani ilish orqali qilayotgan ishimiz bor. Hozirgacha biz ma'lum bir davlat yoki organninki yolg'iz bir narsaga tushib qolgan narsamiz yo'q. Buni hali bir klibimiz ash nuqtada yana qaytib o'tamiz. Tamam. To'rtinchi savol hamda nima uchun o'rtaq dushmanimiz bo'lgan Xitoy tajovuzchilik qarshi birlik hosil qila olmaymiz? Ammo biror yangi fikrli tashkilot va shaxslar o'tirib chiqsa, buning qarshi darhol birlik qura oladi. Birlasha olamiz. Masalan, 3 professor Abdurashid Qarloq, Varid Chaqon, Olimjon Inoyat uchsi bir tashabbus o'tirib qo'yganda, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Sharq Turkiston ma'rif jamiyati o'zining atrofli tashkilotlarini yig'ib, biz birlik hosil qildik deb üstü birlik tashabbusiga qarshi maqsad birlashgan. Shundaqdimi xalqimiz bu ikki cho'ng tashkilotdan birlashganda xo'sh bo'lgan edi. Afsus üstü birlik tashabbusi amalga oshmagandan keyin maqsad birlashgan bu ikki cho'ng tashkilot bu yerda sizniki yana Nijat turgan voqea sizning voqeasingizdan keyin birlik buzildi. Ya'ni sizniki 2022-yilda 11-oyda Belgiyaning poytaxt Brusselda ochilgan Uyg'ur munbiri yig'iniga qatnaşmaslik masalangiz haqida keskin munozaralar o'tgan shu chog'da Turkiston tashkilotlar birligi hidoyatlar O'zxon hojim bilan qurultoyning rais bo'lgan o'rtasida kuchli bir g'ulg'ula bo'lashyapti ekan bu ishlar. Shu sinf yig'in qatnashtirmaslik haqida buningki sabab nima? Siz bu ikki cho'ng tashkilotlarning ittifoqining siz sababli buzishi qarta bir tadbir elish, ya'ni vaqtincha ikki tashkilotning ittifoqligi birlikni saqlab qolish uchun tashkilotlar birlikdan istiqbo berib ikki tashkilotniki orasi yaxshilangandan keyin yana qayta kelishni o'ylashib vaqtingizmi? Menda bir narsa bor. Bu savol ikki nimaga bo'lindi. Birisi usti birlikniki nima uchun qo'llanmaydi? Ikkinchisi aradagi ikki munosabatniki buzilishi u yerdagi meningki nima masalamda deb qattınız. Men ikkisiga ayrim javob beray. Birinci narsa bu üstü birlik narsa elbette yaxshi, zaruriy ve farzlik bir narsa bu. Buni hamma tashkilotlar bo'libmi bugunkida xalqaro vaziyatninki jiddiyligi, Turkiston vaziyatininki kundan-kun nacharlashishi va Xitoy ta'sirininki dunyoga yamirishi sabablardan bugun Sharq Turkiston mustaqillikni qilgan cho'qim tashkilotlar bir yerga kelib masalalarni yumaloq ustida muzokara qilish orqali hal qilish kerak. Bu mayli İtiraf qilaylik, qilmaylik, xohlaylik, xohlamaylik, biz bunga ehtiyojliq. Üstü birlik ehtiyojliq mi xalqimiz? Albatta, albatta. Chunki to'g'rida professorning fikri. Albatta bu hamma tashkilot e'tirof qilish kerakki, hech kim amini qilolmaydi. Hech qanday tashkilot butun bu Sharq Turkiston da'vosidagi, kurashidagi qilishga tegishli zaruriy xizmatlarni yolg'iz o'zishdan chiqolmaydi.
Biz bir-birimizga ehtiyojliq. Biz bir-birimizni to'liqlaydigan bir narsa bor. Shuning uchun men bir-birimizni yaxshi ko'raylik degan shartim emas. Mening shartim nihoyat oddiy. Bir-birimizni dushman tutmagan asosda mana qayta urg'ulay. Tashkilotlar bir-birini yaxshi ko'rmasin mayli. Ammo bir-birisiga bo'lgan ehtiyojligini tunagan asosda va dushman tutmagan asosda bu ustalga kelishimiz kerakki va o'rtaq Sharq Turkistonninki o'rtaq taqdiri ve kelgusi uchun muzokaralarda, hamkorliklarda bo'lishimiz shart va bu zaruriy bo'lib qoldi. Endi u davrda masalan u professor aytdi, uning nimasida u bo'lgandan keyinki u Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi qurilmadi. Uni qurishning plani zaten 2017'de 5-oydan boshlab boshlangan. Uning tayyorlik xizmatlari bo'lib, u vaqtga uzun keldi, ammo uningga qarshi qurilgan bir nima emas Tashkilotlar Birligi. Qurultay bilan bo'lgan bir hamkorlik bo'lsa, qurultay bilan zodi hamkorlik Sharq Turkistonniki vaziyati irqiy qirg'inchilik boshlangandan keyin bu yerdagi to'g'riroq aytgan chog'da masalan Misr voqeasi bu yerdagi butun tashkilotlarniki hamkorlik ishkiniki keng ichilishiga bir sabab bo'ldi. Chunki u yerda g'oyat zo'r bir qichish, qutuldirish nimalar bo'ldi bu yerda. Dunyoviy qurultay olsun, tashkilot kelib Sharq Turkiston ma'rif jamiyati olsun va boshqa tashkilotlar so'radiki bir yaxshi hamkorlikning ustida xizmat deb berib, bu o'quvchilarning bu yerdagi qochqan vatandoshlarniki qutqizish xizmatlarida yaxshi bir hamkorlik bo'ldi va buningdan keyin bir hamkorliklar davomlashib mandi. Ammo uningga nima uchun qarshi bo'ldi yoki bo'lmasa uning muvofiq ko'rmadimi, u narsani men tafsiliy bilib ketmayman demisni. Ammo reallik shuki, kundan kunga bu bir ustalga kelishimiz burun zaruriy bo'lgan bo'lsa, bugun farzlik holatga kelib qolyotidi. Burun xohlamagan bo'lsak, bizni xohlaydigan yerga majburlayotidi. Shuni yaxshi ko'rmasakmi? Mayli, ammo dushman tutmagan asosda tashkilotlar bu ustalga kelib, Sharq Turkiston xalqining taqdiri, Sharq Turkistonniki kelgusi qurilmasi va buni qanday olib berish, qanday chiqib tepishninki masalasi ustida bir yerga kelishimiz kerak. Bu chekit bo'lgan. Endi 2022-yili Belgiyada yapılgan Uyg'ur foruminiki masalasiga kelsak, buningki tayyorlik xizmatlari xatolashmasam 2021-yili 12-oy atrofida boshlangan-ku deyim xatolashmasam. Men chiqib ketdim keyin 2021 istifa berib qurultaydan bo'lgan munosabatimizni uzdiq tutuq masalan Shvetsiya Uyg'ur muhabbatimiz nimasi yo'q masalan. Biz hatta bayonot e'lon qildik, Tashkilotlar Birligi uningga bayonot e'lon qildi uningga. U yerda biz onunla to'sqinlik olmadik chunki buningki ahamiyatini bilatdik bu Uyg'ur foruminiki. Buningga nurg'un akademiklar, qonunshunoslar, siyosatchilar chaqirildi va 4 tane o'xshamagan program nimasida yaxshi programlar olib berildi. Bu shu xalqaro qonunga asoslangan holda Sharq Turkiston masalasini hal qilish degan. Bu yig'inga mening Tashkilotlar Birligininki vakili bo'lish bilan berish haqqim bor. Chunki bu yolg'iz dunyoviy qurultayning yig'ini emasdi. Onu bu Hasanlar Teşkilatı, Dünya Uyg'ur Qurultayı ve Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi 3 tashkilot birlikda berishni o'rnashtirgan tashkilot birlikda mehmon chaqiriqliq, birlikda leksiyachilarni chaqiriqliq, meningki Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligininki Yevropa mas'uliyat bo'lishini bir qatnashish haqqim bordi. Ammo qurultay Nijat Turg'un biz bilan chiqib ketgachga bu yerda ba'zi nimalar bo'lgan, shuni kammaslik kerak deb talabni qo'yib oldi. Men kammadim. Kammagandan keyin bu narsa yig'indan keyin bu munosabatlarda biroz so'ygan nima bo'ldi. Yirikhlashgan emas, qo'ng'izilgan bir holatda bo'ldi. Ammo dushmanlashmadi ikki tashkilot irqiy. Chunki dushmanlashish qayga bir foyda keladi, boshqa bir narsa emas. Yani aşmazgilde hidayet lojimni yig'in qatnashtirmaydi ekan. Anda olab deb har xil gap bo'lib ketdi-da. Viza emapti, deb kesib ketdi degandek anda nimli bo'lib qolib, ko'rnyas ham kuchli bir g'ulg'ulab ketdi shu. Aytacım ikinci kuniga ulgurib keldi yig'inga va yig'inga qatnashganingizmi? Meni kelmanglar deb talab qo'yib olgandan keyin men bu faoliyatninki salomat bo'lish uchun men kelmadim. Chunki kelsa Nijat Turg'un kelsa biz yig'inga nim qilmaymiz, chekinib chiqamiz deydigan talablarni qo'yibdi. Tamam, mening berishmamasligim muhim emas, ammo yig'inning bo'lishi Sharq Turkiston xalqi va davosi uchun bir ahamiyatga olgan bir narsa bo'lgandan keyin men berishimda voz kechdim.
Endi yana bir savol. 5-ci savol. 2024-ci ildə 2-ci ayının 8-ci günü Salih Xudaya çağırıq qılğan Amerika Dövlət Məclisiga yollanğan Şərqi Türkistanның besilinğan zemin haqqındakı imza qo'yish chaqirig'i o'ttirib qo'yilgandan keyin diasporadagi Uyg'urlar ichida qo'llash va qarshi turishda ikki xil ahvol yuz berdi. Siz Hidoyatullo O'g'uzxon rahbarligidagi Sharq Turkiston tashkilotlar birligining Yevropa vakili bo'lib chiqdingizda bu imzo qo'yish faoliyatini qo'llab tashkilotlarning imzo qo'yishiga chaqiriq qildingiz. Xalqimiz Hidoyatullo O'g'uzxon rahbarligidagi tashkilotlar birligining bu imzo qo'yish faoliyatini qo'llamay jim turaverishiga qarata Hidoyatullo O'g'uzxonni kuchli tanqid qildi. Diasporadagi cho'ng bir tashkilotning raisi bilan Yevropa vakilining bu imzo qo'yish ishiga birisining qo'llash, birisining sukut turishi meni nurg'un xiyollarga, nurg'un savollarga jalb qildi. Siz bu imzo qo'yish faoliyatini qo'llab kelgan, siz bu imzo qo'yish faoliyatini qo'llab gap qilgandan keyin Hidoyatullo O'g'uzxon buning qarshi turdimi yoki sizlar maslahatlashib, siz Yevropa vakili bo'lgandan keyin bu tashkilotga a'zo bo'lgan Yevropa tashkilotlarga imzo qo'yishga chaqiriq qildingizmi? Nayt yaxshi savol bo'ldi. Buni bir narsa aniqlash kerak. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi mustaqillik nimasiga qarshi emas. Bu mustaqillik Sharq Turkiston tashkilotlar birliginiki oxirgi yetmoqchi bo'lgan g'oyasi. Bu bizning nizomnomamizdan bor, bu bizning harakatimizdan bor. Biz bu harakatga bosh qo'ygandan keyin o'rganilgan birinchi narsa bizning istiqlolimiz vatan. Ya'ni vatanimiz Sharq Turkiston va buniki mustaqil bo'lish uchun biz butun narsamizni atagan bir insonlar. Masalan, bir misol beraylik, Sharq Turkiston shu tashkilotlar birligi, uningdan burungi ma'rif jamiyati va uning qurg'uvchisi Abdullakim Mahsumlar va Abdullakim Mahsumlarni yetishtirgan qag'iliqdagi cho'ng Abdullakim Mahsumlar va uning o'quvchilari va uning vatanda Xitoyga qarshi chiqqanlar, Xitoyga qarshi qurolli harakat qilganlar o'zlarining jiddidan voz kechganlar va shularning izbosarlari bugun qo'shilib, bugungi Sharq Turkiston ma'rif jamiyati ve bugünkü teşkilatlar birliğini devam kılıp gelgenlerinki izden çıkan bir ruh bilen gityapmiz. Biz hiç kaçan Xitaydan ilki mürəssisətləyidigan, avtonomiya nima qildigan yoki mustaqillikdan voz kechilgan bir nima emas. Bunda bir tashkilotchi. Bu bizninki ruhimizga va qinimizga singib ketgan bir nima, voz kechilmas bir narsa. Endi bu narsa chiqqandan keyinki biz birinchi bo'lib qo'lladik. Masalan, men Hidoyat hojimning yoki tashkilotlar birligining ruhsiz javob bergan chiqib qalayimqan so'z demayman. Biz buni yaxshi qo'llovchilardan bo'ldik. Masalan, dastlabki 2 kunda Hidoyat hojimning qo'llab haqlar yozgan narsalar qarab qo'yganlar, Hidoyat hojimning bergan yuraklari va nihoyat yaxshi o'tdi degan nimalari bor. Ammo bu narsa chiqqandan keyin bundan bir narsa bo'ldi. Buni jidallashtirishga akirayotgan ba'zi odamlar bo'ldi, to'rlarda so'zlabchi, buning foydasi yo'q. O quruq gap, bu deb nima qildi va ba'zi tashkilotlar biz nimani daftarimizdan chiqardik degandek bunday narsalarni qilib bu faoliyatni xususlantirishga tirishgan bir narsa ko'rdik va shuning bilan tor dunyosida bir turkum jidallar boshlanib ketdi. Sizmi bunga guvohmisizchu? Lekin imzo qo'ymagan o'yinlashchilik bo'lgan tashkilotlarga hujum, majburlash, bunday shakldagi, haqorat shakldagi ba'zi narsalar bo'ldi. Bu bo'lgandan keyin bizning tashkilotlar birligida bir o'yinish bo'ldi. Qanday shaklda pozitsiya tutamiz bu narsaga degandan keyin va oxirgi chiqqan xulosa Turkiya sirtidagi ma'rif jamiyatlari imzo qo'ydigan Turkiyadagilar vaqtincha turib, ya'ni ehtiyot qilib turadigan bir pozitsiyani tutdik va buning bilan davom qildik. Endi bugun natija chiqdi. Yo'q-ku. Allohga shukr 61 tashkilot o'zining irodasini bildirdi. Endi buningga ulab imzo qo'ygan bizni bo'lsin, imzo qo'ymagan Turkiyadagi tashkilotlar birligini bo'lsin va tashkilotlar birligi Hidoyat O'g'uzxonni hujum qilgan narsalarni ko'rdik. Buning natijasini biz qachon suzimiz masalanchi? Mesela mani o'ylash kerak. Agar Hidoyat hojim qarshi bo'lsa biz sirtidagi tashkilotlar biz imzo qo'yamdik masalanchi bu narsaga. Ama imzo qo'ymaganliklamki bilanlamki bu odamni chiqib haqorat qilish, uning oila bolalarigacha hujum qilib, uni o'tmitish qilib o'tish to'g'ri bir narsa emas. Tamam, savol so'rasak bo'ladi. Nima uchun qo'ymaylar, nima uchun qo'ymaysa, sen qo'ymaslikka sababing nima deb so'rasak bo'ladi. Ammo bunga imzo qo'ymading deb bir-birini xoyinga chiqaradigan yoki bo'lmasa uning oila bolalari qiladigan bu narsani qilishimiz bu to'g'ri bir narsa emas. Agar siz qo'yibsiz masalan Abdurimjon,
Siz qo'ymagan bo'lsangiz, sizga kelib xotiningizga, oila bolalaringiz hujum qilgan bo'lsa, siz qanday qabul qildingiz buni? Biz masalan Shvetsiyaga Uyg'ur ma'rif ko'chimiz biz qo'ydik imzoni. Bizga hujum keldi. Bizga mi tökmetler? Mesela bunu qanday ilaqi tushunimiz masalan-chu. Ilaqi mening tavsiyam bir güzel bir xizmat, yaxshi bir narsa boshlanganti. Buningga shaxslar aralashib, tashkilotlar o'rtasidagi munosabatni shaxsiylar kirib, tashkilotlarga besim qiladigan, hujum qiladigan narsalarni qilish orqali bu yaxshi bir natijadan oyoqlashgan narsani buning mevasini buzib yetishni mumkin. Hozir ham qaysi xil shaklda hamkorlik qilamiz? Ma bir savol shakllandi. Qo'ysang imzo, qo'ysang bir til ishi, qo'ymasang bir til ishi. Agar til ishi demasa, oila boshqacha haqorat ya masalan-chu. Anan keyin xoin tamg'isini ur. Mesela bundan bir savollarni so'raydi. Tamam, bu narsa muhim. Muhim deb bilgach, jiddiy pozitsiya to'g'liq. Hamda buni qo'ymasa bu xoin bo'lamdi masalan-chu. Ham qo'yganning ichidagi hammasi xoin yo'qmi? Bumi bir qaytarib savol so'rashga to'g'ri keldi. Ama mening tavsiyalarim güzel bir netice çıktı. Bu 61 tane teşkilat imza koyuptu. Ve bunun için hamkorliklar aldığımızda Şərq Türkistan meselesi tehi, müstakillik hareketi tehi emdi. Bir yaxşı bir başlanışla hamkorlik içinde tunca kademini attı. Bu nesni şəxslər arığı kilip, bazı şəxslərə, bazı teşkilat nemlerine hücum qilish, besim qilish, haqorat qilish orqali teşkilatlar o'rtasidagi hamkorlikni buzmaslik kerak. Buna kirmeslikka tavsiya qilaman. Çünkü teşkilatlar özleri bilişalaydı, özleri paranlaşalaydı-chu bu nuqtada. Bu mevini, biz aran testi erishgan bu mevini shaxsga kirmasanglar deyman. Teşkilatlarning o'zining, hamma teşkilatlarniki o'ziniki dialog qiladigan, bir-birisiga aloqa qilgan kanallari va kim bilan urishishni, qanday aloqa qilishni nim qila oladi. Aytilgan mesela Memtimin doktor Sürgün hukumatning raisi imza qo'yganligim rahmat, qo'ymaganligim rahmat dedi. Nayiti siyosiy bir nazokat bilan qo'ymagan tashkilotlarga keyingi nimada yana ishimizlar doim uchib nima bilan siyosiy nazokat bilan oxirlashtirdi rahmatchi. Bu nayiti güzel bir axloq, güzel bir ish. Yani ishni ichib qo'ydi biz sizlar bilan yani boshqa tashkilotlarni kelsa qarshi olamiz. Bu sepimizni kuchlantirib, Şərq Türkistan müstaqillik hareketidagi sepimizni kuchlantiraylik. Nimimizni açaydı, teximi güçleneydi degan bir ish açtı. Bu şəxslər bu o'ttirishga jidallarga kirmaslik kerak ve teşkilatlarga o'zga qo'yib ko'rish kerak ki teşkilatlar bu Şərq Türkistan müstaqillik görüşünü özümüz paranlaşıp, bilishib, qilib yenib ketamiz. Ben abaydadım bu bir yerga kelib o'tamisak bo'lmaydigan bir zaruriyat ve farzdek bir yerga kelib qoldik. Hem yeni bir narsa var. Şərq Türkistan bir imza bilan hozir Şərq Türkistan meselesida mustaqil bo'lib ketmadi. Ammo to'g'ri qilgan qadam. Ammo ochiq bir yolliq bor-ku, bu ochiq bir yolliq bor. Zamin taq mustamlika ichida 1 santimetr tuproqni biz qo'limizga olmadik. 1 santimetr vatandagi bir odamni biz turmadan chiqarolmadik. Hech kimningki, shaxsan o'zimdan boshlab, hech kimning, hech qanday tashkilotning qilgan xizmatidan kibirlanib ketadigan, osmonga nimqib ketadigan hech kimning haqqi yo'q. Hammamiz majburiyat ichida bu majburiyatimizni o'tishimiz kerak. Vaqt kelsa iqtisodimiz bilan, vaqt kelsa vaqtimiz bilan, vaqt kelsa qinimiz va jinimiz, milimiz bilan o'tishimiz kerak. Bu tunca yetgan bir qadam, buni nihoyatda go'zal, yaxshi bir qadamlar bilan elib minib Şərq Türkistanning mustaqilligiga sabab bo'ladigan harakatlarni qilishimiz kerak. Shunga teşkilatlar o'rtasidagi arani buzmoqchi bo'lgan yoki bu munosabatga shaxslar aralashmay, teşkilatlar qo'yib qo'yinglarki, biz o'zimiz kelishalaymiz. Ve bu mustaqillik qadamiga nihoyat yaxshi hamkorliklarni shakllantiramiz. Mening berilgan tushuncham shunchalik rahmat. Endi albatta siz so'zlab o'tdingizda, ya'ni bizning Şərq Türkistan Teşkilatlar Birligining oxirgi nishoni g'oyasi mustaqillik deb ismidanmi chiqib turdi nimasiniki. Yana bunday bir narsa bor-da endi. Dunyo hamda bizni shu qadar ham kuzatuvlik, masalan, kuzatuvchilar tadqiqotchilar nurg'un savollar so'raydi, yozmamda haqida ba'zi nimalarda yani mendan savol so'rash orqali bir fikr almashtirib boqadi-chu. Shunga bu narsani yozman nimalarni to'g'risida. Endi bu yerda burun ismi deysiz, boshqa bu xalqaro analizchi Uyg'urlar Erkin Akramli bo'lsin, boshqa nimalar G'ulom Osmonli bo'lsin, hammasi deydi, bu fursat
Dünyanın fursati hozir nimasi bizga bir kelyapti. Bu fursatni bo'lsak bo'lmaydi debdi endi. Endi hozir bunda bir Sharq Turkistonniki Xitoy hukumat tarafidan besilgan bir zamin ekanligini Amerika davlat majlisiga bu haqda imzo to'plash hammamizni bir xush qiladigan bir ish bu narsani. Buni qattiq ikkinchi bo'lmaydi mana masalada. Albatta. Buni boshqa bir tashkilotda qilgan bo'lgan bo'lsa burundan, burunqitga yana bir qilishning o'rni yo'q degan deb menda bani ko'rsatsa bo'ladi. Lekin bu bani yo'q deb, endi Hidoyatullo Hojimlik qurgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Turkiya cho'ng tashkilot, xalqaro ko'z ko'rgan tashkilotlar dunyo tutayotgan. Ham uning qo'l ostida nurg'un tashkilotlar bor. Bir boshqa imzo qo'ysa buningga texidim 61 tashkilot 100 bo'lishi mumkin-da. Masalan, Kaç teşkilat var kol astida şu teşkilatlar? 21 tane teşkilat var. 21 tane teşkilat var, 82 tane teşkilat köpeği diyen gapda näsnikide. Biz Türkiye sırtıdakiler kol koyduk mesela şu. Ana bak gapimda endi Nadi Hidoyatullo Hojim qo'l qo'yib tap qolsa, Turkiyada 83 teşkilat var ekan deb anladim-da endi. Ular texnik qadam qo'l qo'yishga bo'lishi mumkin. Bu orqali dunyoga Uyg'urlarning haqiqatan bir mustaqillik orzusining borlig'ini texnik ifodalaydigan bir tashkilot millat vakillik qilayotgan bo'lgandikda texnik bir o'rtaq nishon o'rtaq g'oya shartli mustaqillikda hamkorlashadigan ikki kuch bir signal beralaylikda. Bu nuqtada siz Hidoyatullo Hojim bilan paranglashib azroq bir nima qilib baqdingmi yo o'tirgan bir ixtilof bo'ldimi endi siz buni men dedim-ku agarda Hidoyatullo Hojim qarshi chiqqan bo'lsa men chiqib so'zlamaydim qo'llashdim iste. Shu e'lon chiqib dastlabki 2 kungacha Hidoyatullo Hojimning bergan inkosini oid pozitivdi. Va keyin bu yerda buni suyuqlantirib qilgan bir tashkilot va to'rlarda bunga hujum qilgan ba'zi shaxslar bo'ldiki, bunda to'rda bir jidalga nima bo'lib ketdi. Andan keyin ba'zi shaxslar paydo bo'libdiki, yangi masalan Facebook akkauntlardek bir nimalar chiqibdiki, tashkilotlarga bisim qilishga, tillashga boshladi. Bu yerda bir bu narsa nima bo'lib ketdi, bu deb bir nima bo'ldi? Ehtiyot yuzda nima qitim qo'ymay turayli. Keyin qitimda qaytilimiz bu narsaga Yevropa Turkiya sirtiga sizlar qo'yinglar dedi. Faqat kelishdik bu narsada. Va bu kelishimga siyosiy irodamizga hurmat ko'rsatish kerak ham kimniki. Endi bu narsaga to'xtatiladi, gapimni to'lay. Imzo qo'ymaydi deb xoyinga chiqarish bu bir xato. Chunki bu imzolar butun narsani belgilamdi masalan-chu. Qo'yib turib xoyin bo'lib qolgancha deydigan bir savol keldi. Ammo bu narsa qo'ymaganlik keyin qitim qo'ymaydi degan ma'noni bildirmaydi. Shunga tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlarga shaxslar bo'yicha emas, tashkilot yuzidan qarab turinglar va shaxslar kirmay tursa bu narsa keyin qitimda bo'ladi. Balkim tashkilotlar birligi bir kampaniya qo'zg'ash mumkin oldida-ku masalan. Chaqiriq qilish mumkin, kampaniya qilib sepimizni bu 60% keyin qitimda 81 ga birlikda olishimiz mumkin. Shunga tamam xalqninki jiddiyati, bu yerdagi tashkilotlar birligini va boshqa tashkilotlarni so'yganligi, mustaqilchilar qaraganligi biz uchun ko'ngil berganlik uchun rahmat bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Ammo tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlarni bizga o'zimizga qo'yib qo'ysanglar degan nimada. Biz kelishalaymiz, kelishamaydigan narsa yo'q. Hamda bu chet el tunji qatim bir bo'lgandan keyin qancha jiq tashkilotni qo'ygan bo'lgan bo'lsa shuncha yaxshi buniki dunyoga bo'lgan signal boshlab qarayman-da. Jumladan ashlar Amerikadan chiqib bo'lgandan keyin mana Amerikadagi bir umumchilarniki bir nimasini e'lon qildi-ku hamda. Bizgimi qilgan shaxsan men bilan aloqa nimada bor, faqat Amerika bilan bizmi ko'rishyapmiz masalan-chu. Endi Amerikadagi bir umumchilarniki cho'ng hamda mediada bu narsa e'lon qilgandan bizim men tushundim, xush bo'ldim masalan. Twitter'da yana bir 100 necha ming agash kishisi va birisi retweet qildi-da, Yevropa nimasiga Avstriyalik e'tirof qilish kerak debdi, uni anglab texdim qo'sh olduk-da hamda. Ya albatta. Buni yüzümüz deganimizdan boshqa yana bir shu g'arbdagi siyosatlar o'tirib qo'ysa, bu narsa texnik kuch bo'ladi-da, hamda narsanikini buningga. To'g'ri. Bu deganimizdek bizningki mustaqillik narsamizdan bir qadam uxlab qolganimiz yo'q, bir qadam yenib olganimiz yo'q. Biz qarshi chiqib imkon narsamizmi yo'q. Biz faqat bu yerdagi narsadan bir 50-50 bir ehtiyotdan bir siyosat tutdik va Türkiye'deki tashkilotlar qo'ymay turgan bo'ldi. Yevropa Turkiya sirtidagi tashkilotlar imzo qo'ydi, hamda qo'lladik. Ham bu narsaga siyosiy irodamizga hurmat ko'rsatishinglarni talab qilaman xalqdan. Va bu o'rtasidagi tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlarga
hücum qilib, orqadan nima qilib, oilalargacha nima qilib, bu tashkilotlarning o'tirishki keyin birlik keladigan, keyin bir ustalda o'tirib masalamizni yumloq ustalda hal qiladigan bu munosabatlarni ustiga soya tushamasanglar deyman. Chunki tashkilotlar o'zi kelisha oladi, o'zi nima qila oladi. Meniki ojizona tavsiyalarim shu. Chunki bu narsa bir qatamliqdan to'xtab qolmaydi, bundan keyin davom qildi. Yevropada bo'lishi mumkin, Yaponiyada bo'lishi mumkin, Hindistonda bo'lishi mumkin. Bu mustaqillikniki bu imzolash narsa faqat Amerika faqat boshlanishi. Hatto Turkiyada bo'lishi mumkin, ya boshqa yerda bo'lishi mumkin. Shunga vatandoshlardan Sharq Turkistonliklardan o'tadiganim hayajon bilan, sabr bilan biroz kuchsanglar, bu narsalar yana texmi yaxshi narsalar o'tirg'i tushadi. Ammo tashkilotlar o'tirisidagi munosabatlarga, nimalarga dazkatmas, ko'zmasliginglarni talab qilaman. Yani Mishaliki yana bir savol so'rasam-da, sizning shu Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Hidoyat Lojimniki bunaqa jim turilishi ehtiyot nuqtasidan degan shunday qo'y, ehtiyot nuqtasidan mush ehtiyotni nima deb tushunsak bo'lar endi ma'nosini, mush ehtiyotni, endi ehtiyot qilishni. Dedim birinchi narsa bir nutqa bog'liq. Ma g'aribimiz yashayapmiz, kuravyapmiz, imkoniyat deymizga haqiqiylik moyillikni olgan bir narsa. Nayt muhim bu ham davlatlarda. Biz har qanday bir ishni qilib qolsak, ifoda bildirsak, bizning moyillikni bildirdi bir nechalikka narsa evatni bizni to'ldirib nima qilamiz-da. Ham shunga o'xshash bu narsani dunyo bir kuchli bir signal berayotgan mezgilda ham cho'ng bir tashkilotniki buni ehtiyot nuqtasidan jim turib olishini, bu ehtiyot nima deb tushunamiz endi? Ehtiyotni tashkilotning qarorlari deb tushunasizlar birinchisi. Hamda bunda bir narsa var. Mesela biz burun Sharq Turkiston yoshlar qurultaylar bilan hamkorlik qilgan yerlarimiz bor. Bular bir Volkswagen'ning kompaniyasini qo'zg'adi. Bular bir vakilni o'rinlashtirdi va butun tashkilotlar bilan aloqa qurdi. Bizning mishlamishlar kompaniyalarimiz bor. Boshqa narsa qaytalamizda, buni bunday shaklda qilamiz. Sharti ma'lum dedi. Biz bu tashkiliy aloqalashishni qilish orqali buning ichiga kirdik. 27 ga yaqin bular bilan birlikda bu Volkswagen kompaniyasi mesela Şivsiyada 2 ayında biz birlikte hamkorlik qildik. Yani tashkiliy bir prosedur var. Yani devletlerin kimi nimasiga o'xshash aloqa o'rinlashtirgan asosda bu qilinadigan gap. Tashkiliy aloqalar ana shunday bo'lindi. Ama bu surgunlik hukumat chaqiriq qildi. Allah razı olsun. Nayt yaxshi bir boshlanishga qadam qo'ydi. Ama bu yerda tashkilotlarga bir bevosita bir aloqa nimasi ichki ishlar komiteti bo'lamdi yoki bo'lmasa aloqa uchun nimasi bo'lamdi. Bir aloqa qilgan bo'lsa yaxshi bo'ladi deb, tamam buni o'tkazib turaylik. Men dedim ki ikinci günden başlap bu yerda buni suyuqlantirgan, buni hujum qilib, buni urish shakliga akayotgan torlarda so'zlab yurgan ma'lum bir shaxs bor. Buni qayta ismini tilga olmasaqmi bo'ladi. Anandan keyin buning o'mlib torlarda tashkilotlarga, tashkilot rahbarlariga imzo qo'ymamsa, unda qilmamsa, bunda qilmamsa deydigan nurg'un urush jidallar nimasi o'tib ketdi. Bu sebepten Türkiye sırtındaki teşkilatlar birlikte teşkilatlar imza koyduğun Türkiye'dekiler vaqtincha tuturulgan bir siyasi tanlaşma tanladık ve bununla vatandaşlar sabır bilen hürmet gösterişi ve bununla mustaqillik hareketi bugün bir qatimliq imza bilen tügümeydi. Aldığımızda nurg'un hareket var. Nurg'un qildigan ishlar var. Bir yandan baş çıkardıgan. Nurg'un bir üstelge kiladigan işlerimiz var. Sonra teşkilatlarning o'tirishga munosabatga biz o'zimizga qo'ysanglar, xalq sabr bilan kutsanglar, buningki oldimizdagi nimalarda yaxshi xizmatlar vujudga chiqadi inshaalloh. Hamda yana bir savol, 6-chi savol keldik. Sharq Turkiston surgun hukumati orqali elib berilgan bu qatimliq imzo to'plash faoliyatini 61 tashkilot qo'llab, imzo qo'yib, surgun hukumatning bu harakatini qo'lladi. Sizcha surgun hukumat bu 61 tashkilotdan bir tashkilotga munbiri yoki tashkilotga hamkorlik degandek bir yadro barpo qiladigan bir hamkorlik barpo qila oladimi? Qila olamiz, bu qilishi zarur bir narsa. Maqsad bu qilish zarur endi. Abay degandek mustaqillik hareketimiz, kurashimiz bek büyük bir narsa, bek cho'ng. Hech qanday tashkilot yolg'iz buning o'dishdan chiqolmaydi. Ama biz hemimiz bir üstelden yeniga kelib bir o'xshash nishon g'oyaga yetish maqsadida o'zaro hamkorlashish kelishimi, hamkorlashgan bir sistemini barpo qilgan asosda hamkorlashsak, biz nurg'unlagan ishlarni vujudga chiqara olamiz. Endi bu narsa buning bir
sxemisini tüzeş gereken. Qanday şekilde hemkarlaşımız, nemeler üstüde hemkarlaşımız, qanday hemkarlaşımız. Bizim qaysı noktalar bizning qizil chizigimiz bo'ladi. Qaysi noktalarda bir-birimizning ichki ishlarimizga aralashmaymiz. Qaysi noktalarda bir-birimizda nimaga chaqira olamiz hamkorlik uchun. Mesela degandek bir mükemmel bir sistemini, qoida prinsipini tuzgan asosda bir hamkorlashish sxemasi yaratilsa ve bununla teşkilatlarımı to'liq amal qilsa, bu chog'da kelgusidagi va hozirgi oldimizdagi dunyo vaziyatiga javob bera oladigan ma'lum bir hamkorlashish sistemasi qurilishi mumkin. Bu deganimdek abaytın degandek üst birlik deymiz yoki bo'lmasa nima nom bilan bo'lsin, bunda bir hamkorlik sistemasinin qurilishi zaruriydir, hatta farzdir. Bu vaqt kechiktirilmas bir xizmatdir. Bununla bir hamkorlik sistemasini tuzab chiqib dunyoga bir mustaqilchi mustaqil bo'lishni haqiqiy xohlaydigan tashkilotlarning bir sistemasinin borligi, bularning hamkorlashtira oladiganligini buni nima berish kerak? Chunki chet elliklar o'lchaydi buni tadqiqotchilar. Sizlar kim u deydi? Qanday hamkorliklar sistemanglar nima, qanchalik odamlar bor, diasporada sizlar nechilik odam qo'llaydi, g'oya maqsadinglar nima deydigan bu har xil nimadan o'lchaydi. Şuna bununki hizmetleri başlanması gerek. Bu bir kichiktirilmas olgan bir zaruriy xizmat tarizdek. Elbette şuna abay deganimiz gapimni yana bir qayta takrorlay. Shaxslar tashkilotlar o'rtasidagi munosabat keltirmasanglar va hamma tashkilotlar bir dialog nimisini qiladigan maxsus odamlarni o'rlashtirib, oldimizdagi buning xizmatlarda tushunishmaslik yoki bo'lmasa shunaqa urushchilar talashish yoki bo'lmasa bir nima tushirdigan, tushirdigan buni buzadigan shaxslarning ara kirmaslik uchun bu aramizdagi munosabatnimi so'rindochilik yoki shaxs bilan shaxs munosabat qilgandek emas, tashkilotlar, davlatlar o'rtasidagi munosabat qilgandek bunday bir munosabat sistemini tuzib, yaxshi bir dialog nimasini qursak, yaxshi bir hamkorlik sxemasini tuzsak va bu sxemani tuzish bilan birga tashkilotlar bunga amal qilsa va natijaga bog'lasak inshaalloh. Endi men bu şöyle sürgündeki hükümetki o Salih Xudaya çağrı imzalı ve çağrı ilan qilib qo'ygan ekan bir necha kungacha o'zini kuzatib, shu kuzatish asosida Sharq Turkiston davlatniki besanazimlikni e'tirof qilish haqidagi chaqiriqni o'qigandan keyin o'ylaganlarim, his qilganlarim, tavsiyalarim, savollarim nomli yozmani e'lon qildimda, u hali torda küçük bo'ldi, lekin ular hozir hech qanday javob bermadi-ku. Balki oldirashdi deb o'yladim. Bir mezgildan keyin shu savollar asosida shular bilan bir suhbat qilib, 61 tashkilotning bir yadro bir markaziy bir narsani qurib chiqa olamizlar deb mushlarni o'zimiz savol qo'ymoqchi. Chunki u 61 tashkilot imzo qo'ygan bo'lgandan keyin ularning nima ishlab bir zurul bir kirishi hozir bir xalqaro vaziyatning taqozosi, millatimizning birlik, barobarlik, ittifoq asosida hamkorlashniki bir oldingi shart bo'lib qoldi-da buni. So'rab bir suhbat qilish o'ylashyaptimi? Agar 61 tashkilot hamma bo'lmasmi, ko'p sonliqli ishlab bir yadro bir markazni qurib qolib qolsa, surgun hukumat. Surgun hukumat nomida endi qanday faoliyatlarni qila olishimiz mumkin masalan. Burunqida qilayotganimizdek emas, bir yangicha holat deylar, yangicha shakllarda bir yangiliklarni barliq keltira olamiz. Elbette Sharq Turkiston meselesi körüşü pek büyük ve nurg'unlagan sahani o'z ichiga olgan narsamiz bor. Bizning diasporada hozirgi bu g'arb ellarda va Turkiya va boshqa yerlarda tug'ilgan qarindoshlar bizning qila oladiganimiz bir siyosiy va diplomatik bir xizmatlarni qila olamiz. Masalan, onun qo'shilib inson yetishtirish, inson qaynog'i. Chunki bu dava bugün bilen bir kunlik tugaydigan narsa emas. Nurg'un yoshlarimiz, avlodlarimiz buning izini besib, buni davomlashtirish kerak. Nurg'un qila oladigan xizmatlarimiz bor. Buni hozir eng og'ir mas'uliyat ham surgundagi hukumatga tushadi deb qarayman. Chunki 61 tashkilot o'zining kendisini ve amonatini bularga topshirib, ishongan holatda nimani berdi ham deydi. Uzun güreşten ki tohmağını verdi. Bunu ekilip Amerika nimesiga sundu kongresga. Bunun akıda neticeler yaxşı nimeler bo'lsa inşallah. Bu bunun bilan tugmaydi hamdi. Belki yig'inga chaqirish mumkin, yig'inga chaqirib bunun sxemasi nimelerini qaralishni muzokara qilish mumkin. Va undan keyin degandek rasmiy hamkorlasha oladigan bir sxema qurilgandan keyin turmush qishlarga vasila bo'la olishimiz mumkin.
Dünyanın vəziyyəti degəndək özgərəyotudu, tərəqqi qılıvatıdı və bizdən birlik halətdə bir avaz çıxarılğan, həmkarlaşılğan və ortaq bir nəticə yaratılğan halətə məcburlavatıdı məsələ ki, pərhizdək tələb qılıvatıdı. Çünki bunun vaxtsız bir məsələ bu, ciddi tələb qılıvatıdı. Hem de miyadaki sürgün hükümet çağırgan ilan salihler ilan qilib qo'ygandan keyin imzo to'plash faoliyatida qurultay 19 soatdan keyin darhol o'zinikimi Sharq Turkistondan besnaz jimli ekanligi bir doklad hozirlatib olganligini o'ttirib qo'ydi ana aslida nima qildi. Yani bu ya burun taraf qilmadi ya keyin emas naqash bulaqlar sendan men qilamdim degandek bir xil nima talashgandek bir xil vaziyat shakllanib qolgan bu xalq men Üzerine gözetken doksun şu halkniki Facebook'ta başka yerler bulayotgan gap sözgü asasen çıkaratgan asını o'tirib ben de. Siz qurultayki aslındaki ilan qilishga qanday qaraysiz? Nima uchun bu hozir masalan ilgari. Mesela ben erkin olib tekin bilan kurashgan vaqtim erkin olib tekindan men musulmon so'rganman. Bu siz qo'sha maxfiy hujjatda sharqni bilsangiz zimin ekanligi haqida hujjatni bir millat qaytarib bergan bo'lsa aka deb chiroyli ko'rishib qilsammi bu odam uni bu gadimdagi bo'layotgandan keyin hukm sharqni bilsangiz zimin ekanligini o demasang dunyo bilishi bilgan bilan lekin biz dunyoga o'ngiltamidi bu narsalarnikini desak biz işte bir doklad tayyorlashni o'ylashyapmiz u bu degandek bunday gap qilib burni o'ylashmagan siz 20 yildan oldin Dünya Uyghur kurulgan vaxtida bunu o'ylashmagan emas. Ne uchun degan kun kelgan vaqtda buni ko'tarib chiqadigan bir ishni bo'layotdi desam bu odamlar telefonda javob bermay telefonni qo'yib yotchi o'ngima keldi deb degandekda hamda. Qurultayni e'lon qilishiga siz buni qanday qaraysiz? E'lon qilishdan qurultaynikka tutgan yo'lida yoki boshqa narsa bir o'zgarish bo'ladimi sizcha? Menimcha bu yerda bugungi hukumat e'lon qilgan 2 kun orqadan ulablam keyin qilishi bir kichik vaqtimizda bundaq chambarni tumelga silib bundaq o'ynoq kimning mashinasi chambar cho'g'iladigan chambari tezmangdi deb basichib bir-birimizni qizg'inlagan bir narsa bordi. Bu bir kichik bolalikdek bir hissiyot tuyg'usi. Tashkilot rasional harakat qilish kerak. Tashkilot tamom xizmatda raqobat bo'ladi, ammo bu darajada nima qilish biroz qoldi. Sharq Turkiston tamam bazı teşkilatlarning fikrimiz o'xshamasa mumkin, xizmat uslubimiz, coğrafiyalik nemimiz tutayotgan nemimiz qimmat qarashimizda farq bo'lishi mumkin. Bu bizning raqobat bu davodagi bir basishadigan bir nimalarni qiladi, ammo biz bir-birimizga dushman emas. Sürgünlük hukumat qilgan bo'lsa, tamam yaxshi ko'rmasanglar mayli, tamam, ammo qo'llanmasan. Qurultay bu darajada nima qilishi toza iliqi balalarcha bir xil qizg'angandek bir kayfiyatni shakl nimani ifodalab qo'yadi. O'zlari tayyorlayotgan bo'lsa, buni 3 oydan keyin nima qiladi, bu yerda o'tirib qo'yishning hojati yo'q demasan. Shunga bu imzo faoliyati muvaffaqiyatli bo'ldi, tashkilotlar o'zining irodasini berdi. Bundan keyingi narsa ya to'g'ri bo'lgan yaxshi xizmatlarda hamkorlashish qilmasakmi, to'sqinlik olmaslik. Ondan yana bir savol. Kanada Sharq Turkiston Federatsiya jamiyati raisi Ruhiya Turish xonim 2023 11 ayning 19 kuni Kanadada Sharq Turkiston mustaqilligi va uning xalqaro tinchlik bilan bo'lgan munosabat haqida yig'in ochganligi va bu yig'inga bir qancha tashkilotlarni taklif qilganligini o'zining Facebook sahifasida e'lon qildi. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining bosh kotibi Tumaris Olmos xonim bu yig'inga bordiganligini borman deb tizim qoldiribdi ekan. Keyin bu yig'inga, ya'ni siz Nijat Turg'un efendim qatnashadigan bo'lg'achqa Sharq Turkiston yoshlar qurultayi ijroiya komiteti Tumaris xonimning bu yig'inga qatnashmaslik haqida qaror oldi. Va buni o'tgan akimiz suhbatda Ümitjon efendim yaxshi tushuntirib berdi. Bu ish xeyli ko'p g'ulg'ul paydo qildi. Siz sababli Tumaris xonimning bu yig'in qatnashmasligiga qanday qaraysiz? Nima uchun bu o'tirdiki masala kelib chiqdi? Oldindan bu yerda so'ralgan savolninki uchur kelish manbasida bir xatolik bor deyman. Chunki bu yig'inni Sharq Turkiston Federatsiyasi yolg'iz o'rinlashtirmadi. Bu yig'inning o'rinlashtirish fikrini qo'yguchi Sharq Turkiston Ulusal Menfaat Markazi, ya'ni Kanadadagi tizim qilingan
bir aqillar bir şekilde hareket qilish uchun maqsad qurilgan Ruqiya xonim va men va Kanadadagi bir necha ilg'or ziyoli yoshlarimiz bilan birlikda qurgan bir organ bor. Bu fikrni bu organ qo'ydi. Men yana o'sha tashkilotningki boshlig'i emasman-ku. Ulusal manfaat markazi. Biz Ruqiya xonim, men u tashkilotdagi qarindoshlar bilan biz bu fikrni qo'ydik. Kanadadagi Sharq Turkiston Federatsiyasidagi qarindoshlarning birga hamkorlashishi, qo'llab-quvvatlashi bilan buni birlikda qildik, birlikda o'rinlashtirdik va o'rinlashtirish jarayonida biz Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi sürgün hukumatga Salih Xudoyor masalan. Andan keyin Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi, Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi degandek bir nechta hatta Avstraliyadagi, Norvegiyadagi Sharq Turkistonlik tashkilotlarga hammasiga nima sundik. Biz mana shakldagi bir yig'inni o'rinlashtirmoqchi, buning tartibi bunda bo'ladi. Qilish nimamiz, g'oya maqsadimiz ma'lum, chaqirilgan tema so'zlanadigan odamlar ma'lum deb buni o'rinlashtirib az qolgan yig'inga bir shikay qolganda shu Falastin 10-oyning boshlig'i deyman u chog'da. Falastin İsrailiya meselesi nima chiqdi bu yerda? Chiqqandan keyin ba'zi tashkilotlar İsrailiyaning nimasini qo'llab berdi. Ba'zi tashkilotlar jim turdi, ba'zi tashkilotlar İsrail Falastin xalqining qirg'inchiligining nimasini tanqid. Bu bir nima berdi. Degandan keyin bu yerda istiqloldan bir program qilaylik dedi. Istiqlol televiziyasidan. Meni taklif qildi. Dünya qurultiyidan Erkin Akram efendim taklif qildi. İkimiz ikili teşkilimiga chiqdik, o'zimizniki ko'z qarashini, bu vaziyatning analizini o'tirib qo'ydik. To'maris xonimniki bu yerda norozilik bildirib xat yozdi. Bunaqa chiqmagan bo'lsangiz deb. Men dedim bu g'arb dunyosida masalan o'xshamagan partiyalar bir programmaga chiqib o'xshamagan qarashdan masalan hal qila oladi masalan. İnşallaydı. Programını qaytib ko'rsanglar bo'ladi, masalan, qochirgan qarindoshlar. Biz u yerda bir to'g'ri mening shaxsan masalan men Erkin Akram, doktor Akramni to'g'rilab keldim. Men o'zimning qarashini qo'ydim. Erkin Akram o'zining qarashini qo'ydi. Masalan biz davlatimiz o'xshamagan tashkilotlar birga kelib bir narsani nima qilamiz deymiz. Tamam, qurultayni yaxshi ko'rish emas, bu boshqa bir masala. Qo'llash qo'llamaslik fikri o'xshash emas, bu boshqa bir masala. Masalan bir program tutganlik men ularning nimasiga singib ketganlik yoki ularning nimasini qo'llab ketganlik ma'noni bildirmaydi. Siz turayotgan yerda masalan o'xshamagan partiyalar o'xshash bir programmaga chiqib masala talashib bora oladi-ku deymi? Bu bir demokratiyaniki bir oddiy bir prinsip emas. Shuningdek buni nima qilib ular kelmaymiz dedi, ularning tanlashiga biz hurmat bildirdik. Şunun bilan biz qolgan tashkilotlar bilan keladigan tashkilotlar bilan kelib yig'inni o'tkazdik. Shunun bilan yig'in bir nim bo'ldi. Uningki YouTube'da videolarda uni izlansanglar bo'ladi. Hamda shu yerda Erkin Akram bilan Istiqlol TV'da ekranga chiqib turib suhbat qilishimiz bilanla endi bu To'maris xonimniki bu yig'inga qatnashmaslik kelib chiqdi degan gap borda o'sha. Ular to'g'ri ko'mabdi. U ularningki tashkiliy qarorga Dilyor efendim buningga tushuncha ba'zi tashkilotdagi ovoz qo'yib nima qilgan narsani, bu ularningki qarori. Bizmi kelmaslikka ularning kelmaslik qaroriga bizmi hurmat bildirdik. Ammo u yerda sen kelmading, sen chiqding deydigan bizda bir dushmanlik yo'q dedim-ku. Tashkilot bir qaror oldi, uningga biz hurmat ko'rsatamiz. Sen bizning nima qilmadinglar bu yerda urushchilar qilishdan olish uchunki bu kurash yo'li yomon uzun yo'l. Hammamizning bir-birimizga ehtiyoji bor. Hammamizning bir-birimizniki to'liqlaymiz bu yerda-ku. Bu mustaqillikka uchuq bo'lgan tashkilotlar, qo'limizda qilgan nurg'un hamkorlik xizmatlari va nurg'unlagan bir yandan bosh chiqargan ishlar va shunga bir kichik masalalardagi o'xshamasliklar sababidan aramizdagi bu tashkiliy munosabatni buzsak bo'lmaydi. Fikirga, masalaga tutgan pozitsiyamiz hech bo'lmasligi mumkin. Ama bu bizim birlikte eklenmeydiğin alet kılsa, bu paydan kim aldı desene düşmanımız. Hayır. Çünkü farklı noktalarda farklı pozisyon tuttuk. Bunu tutkan karar vermek kılıp, kiyinki hamkarlık yapılan hizmetlerde hamkarlığımızı devam kılsak buldu. Hem de neymişim bu bizim çetlerde mesela şahsi meseleler milletten mesela dokunuşup kalganda.
Mesela bu da Kanada'daki aşağı içilen yığınma halka Şarkı Türkistan müstakilliği onun halkara tiliş bilen boğan münasebet ma temisi nayet mühim bir tem ekende. Mazmunu mühim. Darhal diqqat tegdiganda hamda. Mushunda bir narsaga ham yig'in taklif qilganligi masalan siz o'zingizni siyosatchi deb qaramsiz, aktivist deb qaramsiz? Kim o? O'zingizni deyman. Menmi? Ha. Men bir tashkilotga vakil bo'lgan shaxs, men bir siyosatchi. Siyasetçi deb qo'ydim, siyosatchi. Yani shu qarab qo'ygan savolimda, endi mana Sharq Turkiston tashkilotlar, nima? Sharq Turkiston yoshlar qurultaymi, ularni biz siyosatchi deb chiqdi-ku, siyosatchi deb biz aktivist qilmaymiz deydi. Ruqiya Turdish xonimmi bu Sharq Turkiston mustaqillashishga qadar 11 siyosatchi deydi. Siyosatchilar siyosat bo'lishiga sabab o'xshamagan fikriy qimdiki kishilarningki ichki ixtilof, adovat, ziddiyatni birga qayirib qo'yib, bir ustallik qilib dialog o'tkazishi bu siyasetçinin bulaş sebeplerini kendimiz şurada koymanası. Ben de karayım. Özüm siyaset okup bakmadım. Siyaset bilmem yok. Lekin körevatımız, garip yaşavatımız, her kanada dört yaşavatımız, devletin ortak bir menfaatı okşamagan partiye fikir ekimliklerinde bir üstü diyalog kuravatıdır. Elbette. O yüzden Ümit Mustafa Efendi'me dedi, biz de diyalog şekillenmede deydi. Demekçi biz siyaset yok deydi de Ümit Mustafa Efendi gibi ama naat aşağı nimede. Şurada olan endi biz siyasetçi deganlar, tüvenik aktivistlar o bular bir kilişemezki onu başlasak. Lekin siyasetçiler mana shunday milletin ortak menfaatida birga kirib bir dialog o'tkazish orqali navbatdagi ziddiyatli masalalarni birga qarab o'tib, asos masalalar yuzlangan bir holat shakllantiramiz bu tasnifni. Bu için nimadan da shu? Endi bu nurg'un omillarga bog'liq. Endi siyosatchining asosiy nimasi imkonsizliklarni imkonlashtirish va bir chiqish yo'li tepish xalqining yetakchilik qilayotgan harakatninki tashkiliy organninki. Ya'ni endi bu yerda ba'zan talash tortish bo'ladigan gap, siyosiy poligamiya sababidan bir-biridan ancha-muncha tanqidlay bo'ladigan gap. Bir-biriga siyosiy tashatudi desa, haqorat shaklidagi demanglar, tanqid bo'ladi bu yerda-ku. Talashish bo'ladi. Chunki o'xshamagan farqli nuqtalardan. Endi bu yerda davlatning manfaati, davlat usti aqli nimasi o'ylagan chog'da ba'zanda o'rtaq bir manfaatimiz, ya'ni Sharq Turkistonning manfaatimiz kelgan chog'da hamkorlikmi bo'ladi. Garchi biz bir-birimizga o'xshamagan organda, o'xshamagan siyosiy organlarda bo'layotgan bo'lsak-mu, buning hamkorlashgan vaqtlarimiz bo'ladi. Ba'zi vaqtlarda o'xshamagan qarorlarni olamiz, bu chog'da qarorlarga hurmat qilamiz. Sen u narsani olsa hurmat qilamiz. Abay deganda deganimning nimasini qayta takrorlaymish. Tashkilotlar birligining bir qarori oldi, buni hurmat qilinglar. Masalan, Sharq Turkiston tashkilotlar birligi shu yerda biz qatnashmaymiz deb qaror oldi, uni hurmat qildik. Uni biz u yerda chiqib, sizlar kamidinglar, verdinglar, qilmadinglar, yoki ular chiqib, sen televiziyaga chiqqandan biz nima qilmadik deb buni to'g'ri chiqib buni yeyib o'tamidik. Her kim bir qaror oldi, uni hurmat qildik. Chunki oldimizda qiladigan nurg'un ishlar bor bizninki. Nurg'un xizmatlar bor. Bunu hech qanday tashkilot yolg'iz qilolmaydi. Biz doim fikr almashtirishimiz kerak, masalalar ustiga o'xshagan qarashlarimizni qo'yishimiz kerak va bu mustaqillik ko'rishni oxirgi nishonga yetkazish uchun davlat aqli bilan hamkorlik ustiga o'tirilgan nurg'un ishlar bo'ladi. Shunga bu o'tira oladigan nimani qo'yishimiz kerak imkoniyatni-ku. Endi yana bir savol. Diasporadagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'urlar o'rtaq dushmanimiz bo'lgan Xitoy tajovuzchiga qarshi ittifoqlasholmaydi, hamkorlasholmaydi. Hatto o'zining aniq maydon ifodalashdan o'zini qochirdi. Ammo o'zimizga munosabat bo'lgan Turkiyada bir ish bo'lib qolsa, yoki saylam, yoki ma'lum bir ijtimoiy masala, yoki Falastin masalasida darhol tor dunyosida Uyg'urlar ikki qutb bo'lib keskin munozara olib bordi. Uyg'urlar kuzatuvchilar deydiki, nima uchun Uyg'urlar o'zlarining masalasida Türkiye Palestin meselesinde kutupka merkez iş olmaydı. Düşünüş olan gap. Yüzümüzde meselede hiç kutup bilinmeyiz biz. Lekin bizden hiç alakası olmayan açtan meselelerde derhal iki kutup bilip kapkalımızda bunun sebebi neydi sizce? Bunun arka sebepleri buluşu mümkün. Bazı şahslar dünyada talaşlar çıkıvatkan, öz yaşavatkan devletinki medyaları, mektepleri, bir yerdeki elitlarning nimalarni yozgan narsalarga ta'sirga uchrab bu sababdan g'idig'inib nima bo'lishi mumkin, buni qatirgan bo'lishi mumkin. Tamam, bu hammamizningki shaxsiy nimasi, boshqa tursak, o'ylansak, fikrlam qilsak bo'ladi. Ammo hech bir da'vo bugun Sharq Turkistonliklar uchun
hiçbir dava Şərq Türkistan körüşdən uluq emas, ondan üstün emas. Ben bunda bir nəsini vermem. Əzmətxan filmi de bir kızı yutub ketken bir adam var. Bu adamınki neygi varsa, bununki derdi kızımını körələmdim, kızımını qanda tapaman deyilgan bir nəsi var. Yani neygi varsa bu şunu soraydı. Kızımını qandaq görüme, kızımını qandan neyim qılıman deyilgan çünkü. Bugün Şərq Türkistanlıqlar muşu şekilde buluş gerek. Tamam, Filistin ve Suriye birden çıktı mı? O çıktı, o nəsəyə başqa təsdiq oldu. Ama bu çıkılgan vəqədən Şərq Türkistan davasıga qandaq bir nimige aylandırğılı buludu, bundan faydalanğılı buludu, məsələmizni ilgiri sürgülü bulunğan buludu. Ma nöqtədən oylaşımız cidden əmədin mühim. Çünki bizning alimiz əmədin xatarlik, əmədin eğir. Yani başqa tursak buludu, qızıqsaq buludu, ama demək çoğan nöqtəm biz hem yeg varsak, hem krizliklerden, hem fırsatlardan Şərq Türkistan körüşü üçün, müstəqillik körüşü üçün qandaq bir faydalı bir nəsə alalayımız ve bunu yaratalayımız ve bu nəsələrdən işlem qılamısaq mı qandaq faydalı dərisini çıxaralayımız degan nöqtədə oylanışımız ve bunun qarşı hərəkət qilishimiz gerek. Hem de yani bir sual manasına çıkmaya kaldı kendi ama. Malıqı İbrahim Damollan bir naq meydan sözüge vaqtida onun Hidayetullah hacimninki bir yollagan uçuru var ekan. Bu İbrahim Damollan sözügen naq meydan nemi anlap bakmadım. Ümit Musabayev şunu inkas edip kısım köygen nemangizni taqib qo'ygandim da men. Bugungi mush nimada Abdurim G'ani ash Nijat turg'unda mush shaharda so'rab baqqan bo'lsa deb. Ash Hidayetullah hacimning yozganini men o'qib beray. Belki bu torunda küçük bir gulgulagan bir teminden bir soğuşuydu bu. Ben onu okudum. Sizlerden Hidayetullah hacimden paranlaştığınız bu kanda olan sizin bir fikriniz anlatmayı okup buraya. Tamam. Hamas'ın terörist degen İslam Partisi'ne terörist degen İsrail'in küçüklerini kollab texim ayet okup valakşipsiz damollam. Allah insanın akıbetine hayırlı kılmasa bir ömür mücahit bulup yana bir ömür mağrib bulup bir yeni kademde hadis inkarcısı bulup emdi mücahit ve İslam düşmanı Siyonist küçüge sevdası buluş nemi degen içinişlik akıbette yazıklar Boston İbrahim Kanada emsiz damullam emeste moşne emde ben bunu bugün görüşüyorum. Okupsuz belki bu doğrusu Hidayetullah hacimden anlaştığımız noktada moşnesiz kanda karayısı mesela yazgana yollagana inkas şekilde. Ben bu videonu görmedim. Aldığından şunu uçuk deyişim gerek. İbrahim Damollam nimede videoda nimi sözü ondan zerrice haberim yok. Ama siz evetkenlikin o evetken resimli köyden takıldıkın için. Azır ben bir yerde nimi sebepten yazdığım, nimi için bunu dediğim ben onu bilmeyim. Hidayet hacım bilen bu doğrusu paranlaştırdık olmadım çünkü Malezya'da teşkilat hizmeti bilen o yerde başkatımızdan birlikte hizmet buluyordu. Ama kelgenki soruş mümkün. Ama işkeylerindeki bir canciger kıyırındaşlık bir münasıbı var. İbrahim Damollam ile Hidayet hacimninki. Aynı vakitte İbrahim Damollam'ınki bir okuyan nimede Hidayet hacimnin kutulgan bir nimisin bu. Bir tarihi bir kıyırındaşlık şu. Buna işki birisinin ait yaxşı köygen, özden bekerek yaxşı köygen bu işki akıtılak bu kıyırındaşlarınki otursuğa bence biz emes o işkisi ten özleri cevap versi oldu da qarayamam. Çünkü ben aradaki videonu görmedim birincisi. İkincisi bu xatni koygan bilen bu nima uchun bunday yazdı, nima sababdan bunday bo'ldi, ben onu bilmayman. Ama ben bunu şu İbrahim Damollam bilan Hidayet hacimdan o'rtaq vaqtda teng chiqarib ikki tarafninkini anglagandan keyin bir narsaga bo'ldi deb qarayman. Şu ben bunga javob berishga qodir emas. Ama bunda bir narsa aytib qo'yay. Shaxsninki damolligini bir shaxs belgilamaydi. Bu damolli degan cho'ng bir onun okugan ilim buluş gerek, onun kılan emel buluş gerek ve onun kılan emellerle birlikte egerligen ilimni doğru yurtunda halka yetiştirip bunu doğru yola başlaş gerek şimdi. Şuna ilgili ben hazır bu nersige cevap verişken emas ta ki hem İbrahim Damollam'ın gipini anlaşım gerek, hem İbrahim Damollam'ın paranlaşım gerek, hem Hidayet hacim kelgendikin paranlaşım gerek. Son buna ben cevap veremem. Eğer sürüştürmeysen o işbirliğini tam sürüştürsen de diyen tavsiye edemem.
Mende nima bilgan mushni ko'rgandan keyin analik savolni xato so'rab nima qilmay bu narsanikini bu ishni boshqani bilmagandan keyin Umid Musabat so'rasa Abduriyan deb qo'yib qo'yganlik uchun so'rdim-da. Hay hay. İbrahim Damollamga mana program başlashdan yarim soat burun telefon qildim-ku. Mana sizga naq maydonga hidoyatlarni bir narsa yozib ekan. Ana buning siz nima to'g'ri so'zlagan bo'g'aytdingiz, bu o'tir nima bo'lib ketdi. Men sizdan bir anglab baqsam yo kechdi naq maydonga bir telefon qilsam shuni nima qilsangiz yo Nijat desam Nijatni Lugan so'rab nima qilib qo'ying deb akam u akamizniki İbrahim Damollamning degini mana o'sha xatga mezbati balki ashakimizmi keyin anglasa nima qildi. Mana naq maydon so'zlayotganda hidoyatlarni mana yo'llabdi. Yollagandan keyin programma tükkandan keyin naq maydon hidoyatlarni telefon qilibdi İbrahim Damollam. Telefon qilib mushtaq bir narsani yo'llabsiz, buni yo'llashga qanday bir nima bor deb fikr almashtirib qo'y bu vaqtda debdi-da endi. Xo'sh. Vaqtga hidoyatlarni debdi, buni Hamdullah deb birisi inkas shaklida yozib ekan. Buni hidoyatlarni buni ko'chirib elib, uni boshqa yerda taqdiman deb ehtiyotsizlikdan aşı İbrahim Damollamning so'zlagan leksiyasini asli inkas shaklida ketib qoldi. Ana uchrab bo'lay deb bu nima qilib boshqarlikda uni boshqalar rasm tortib olibdi. Shuningdek to'rtmishda taqilib yuribdi. Bu bo'lgan ahvol mushu deb hidoyatlar hojim İbrahim Damollamga ma'qul shaklda tushuntiribdi nimasida, deb nima qilganasiz. Mana qat'iman nima xatmidir. Endi bu yer bu hamda hidoyatlar hojimniki buni ko'chirib boshqa taqishdan kim hamda qanda nima o'ylab qilib ehtiyotsizdan bu yerga taqilib ketib qoldi. Onu üzbüdür ben bilmeymen-de. Özür el qoptu o'zi hisobda. Demakchi o'g'ina mushta bir narsalarnikini ham İbrahim Damollam hammadan biladi. Albatta tashkiliyasini. Da'vatchimiz akamizmi. Hidoyatlarni hammasi biladi, mujdaq qilibga hammadan bildigan odamlar to'g'ri bir narsa yozishib, bundaq o'tgandan chiroyli telefonlashib, ama avval miyada birisinin fikrini hurmat qilgan asosda o'zaro fikr almashtirgan bo'lsa, bu ko'ngilsizlikda tükkan bo'ladi. Faqat tushunishda xalq arasidagi. Bundoq hamda. Ama çünkü bu Hamdullah yazgan Hamdullah kimden İbrahim Damollam şu tonamını silsem onun bilmeyme de onun cismi yok fakat torda şu Hamdullah da ismi var. Onun da baş surat işimiz yok deydi. Jigip etganda şu hazır isim cismi enek olmagan, baş surat enek olmagan adamniki suallarga cevap berolmaydı. Qaysi bir cevap verip olmadı. Nereden çıkmadığını bilmese o narsaga. Çoş menam cevap qo'ydim. Sual so'rasanglar bo'ladi. Nurg'ada menam sual so'raydi. Siz kim o bir adam messenger'e paranglish bakılırsak yüzü göstermeydi. Fikir yazsa qaytılmaydı, telefon qilsa olmaydı. Doğru. Onu kimligini bilmesem ben onun sualına nima deb javob bermesem men de endi. Ya doğru. Çünkü bunu kim o degan og'zimiz pullaydi degan bunda odamlar qartizmi tiqib qo'ygan gap. Shunga chiqib boshda har qanday sual so'rasanglar bo'ladi. Menda sual so'ranglar, tanqid qilinglar. Lekin men seni kimligingni bilay. Men kim bilan paranglashyotiman, kimning suoliga javob beryapman. Kimin tanqidlayotdi o aniq bo'lgan vaqtda men har qanday odamdan men ekranga chiqsam yoki ayrim paranglashsak bo'ldi. Bu ismi jismini bilmaydigan, ishimiz bilmaydigan odamdan biz gap qilib paranglashib munozir qildik degan gap quruq tam gap qilib boshqa ish emas u narsa. Boshqa ism kimlik aniq bo'lmagan odamga bunga ham javobni qaytarmayman. Hammamiz bu odam shakllantirsak bo'ladi. Ism jismi aniq bo'lmagan odamga savol javob qaytarib uni qilib o'tirib texnimlikka Kıtap küçük etkende bu. Bu nesli haqiqatan shunaqa sezgili meseleler, ciddi meselelerimiz mustaqillik aloqador meseleler chiqqanda buni shu qo'tishni xohlaydigan bir turkum yolg'on akkauntlar diqqat chiqib paydo bo'ldi-ku, bunga diqqat qilasiz. Qonunni buzadigan bir-birisining nimasida yolg'on nimalarni yozib, tashkilotlarni bir ziddiyatga kirsa, nima qilib bu ishlar oqmasa deydigan ashuna bir nimalar chiqib bo'lib ketdi-ku bunda. Endi şu abay deganim xalq tashkilotlar o'tirishga munosabatga kirolmay, tashkilotlar o'ziga qo'ysa, tashkilotlarmi bundan keyin o'zaro aloqador mas'ullarni qilsa va bir ravon bir aloqa uchur yo'li bo'lganda bu ishlar jiq ravon va yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Endi mishadalik yana bir nuqta Mesela Necap'ın oldida Türkiye'de çoğun bir Palestin'i qo'llash bir faoliyati oldu ga ashtimizda. Buna Sharq Turkiston tashkilotlar birligi boshqalar qatnashib qanda to'rdan kuch bo'lib ketdi. Ma g'arbdagi tashkilotlarning Dunyo Uyg'ur qurultayi
sürgün hükümetle İsrail'e noktasını turarak fikir kılıklık Türkiye teşkilatlar Palestin noktasını nima qilib müşte oturda nurg'ula otur xitlab kelib bir haqoratlaydigan mundaq adamlar tashkilotchilar jam o'tirdiki o'ynayotganlar işte har xil nimalarni qilg'ili qildi. Bu uyg'urlar o'tirsa kuchlik bir ichki xitloblarni keltirib chiqirg'iliq. Biz nima o'zimizninki ishini markazlashmay Uyg'urning gibiga kim ko'ngil bergan bo'lsa, kim Uyg'urning gibi qilayotgan bo'lsa, biz shuni qo'llaylik. Xalqarodami manfaat hammani oldirib turdi ekan. Degandek manda ahvollar bor. Lekin buningga ham Turkiyada yani ümmetçilik kuchaygan nuqsi Falastin taraflarda nima qilib ko'ryapmiz. Buningga qanday qaraysiz, qayda qilganda mushtardan biz xalqaro siyosiy vaziyat yaxshi foydalanadigan bir imkoniyatlarni qo'lga keltira olamiz. To'g'ri, Abay deganimdek Sharq Turkiston masalasi har bir Sharq Turkistonlikning, har bir tashkilotninki eng buyuk, eng oxirgi nishoni bo'lishi kerak. Endi bu yerda xalqaro siyosat bu iş çağırtışı bilen bo'lmaydi-ku. Bu fursatlarni yaratilgan fursatdan foydalanish va bu yerdagi davlatlar o'rtasidagi manfaatlar nuqtasidan biz ishimizni yurgizalaymiz. Endi bu yerda Sharq Turkiston masalasi Turkiyada burun qandaqki Falastin masalasi kuchlik bir Türk xalqininki bir o'zlarininki bir muhim davosi deb qolganga o'xshash Sharq Turkiston masalasimi bu muhim o'ringa keldi va bu İHK faoliyatini o'rinlashtirgan nimasi qarasanlarmi ikki yarimiz va birisi Sharq Turkiston, birisi Falastin deb bu nuqtani urg'ulab keldi va bu yerga Sharq Turkiston masalasini so'zlash uchun Sharq Turkiston Ulamolar birligidagi doktor Olimjon efendimni taklif qilib bu yerda Sharq Turkiston masalasini tilga keltirdi va u yerdagi xalqqa bu narsani anglatdi. Albatta bizningki Türklik, Sharq Turkistonlik kimligimiz Sharq Turkistonlik musulmon bo'lish kimligimizdan bu yerdagi musulmon dunyosiga qo'llashni sal qaramasligimiz kerak. Qandaqki g'arb dunyosi muhim bo'lgandek musulmon dunyosi muhim. Albatta bugun musulmon dunyosi yetarli ovozini chiqarmayotidi. Chunki bu davlatlar Xitoyni tanlayotidi. Xitoydan keladigan siyosiy, diplomatik, texnologiya, energiya va iqtisodiy mablag' silishgan nurg'un Xitoyga ehtiyojli bir omillar bor. Ammo musulmon dünyası ve Müslüman dünyası gibi xalqni unutib qolmasligimiz kerak. Bu g'oyat zo'r cho'ng bir kuch. 2016-yilning oxirida Yevropaninki terror tadqiqot markazi va bu yerningki Uyg'ur jihatchilar deydigan bir ingliz tilida bir maqola, doklad chiqariliq bo'ladi-ku. Bu chiqargan dokladninki eng oxirga qarasanglar Amerikalik tadqiqotchi Sean Robertninki degan bir gap bor. Shuni o'zayni misol beray. Agarda bu Sharq Turkiston xalqi, ya'ni Uyg'urlar demakchi edi, musulmon dunyosidagi bu xalqni o'z nimasiga ola olsa, Xitoy xohlamaydigan bir g'oyat cho'ng bir kuchga duch keladi deyotdi. Ya'ni bizning Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishidagi Xitoyga qarshi birlikda qo'zg'ashga tegishli bir kuchni bu odam urg'ulayotdi bu yerda-ku. Albatta bu davlat bilan xalqni ayrışimiz kerak. Bir narsa bo'lsamki, bular yordam qilmadi deb bunga tez oldirab musulmonlarni ayblab ketadigan bir narsa bor. Biz bilan o'xshash qandoshlik, o'xshash dindoshlik munosabat bu kishini az hisoblamasligimiz kerak. Yana Sharq Turkistondagi bir mustaqillik ko'rish boshlansa, endi bu yerga berib jon berdiganlar shu ikki yerdan chiqadi. Biz yolg'iz nima qilsakchu. Ammo g'arbning qo'llashi bu yerda ko'pincha holda siyosiy, diplomatik ve başka iqtisodiy ve başka nimelerde bo'ladigan gap. Bu ikili kuchni biz o'rtal holatda bir tampon holatda elib menib Xitoyga qarshi turishimiz kerak. Chunki dushmanimiz ojiz emas. Cho'ng bir kuch dushman bilan duch kelamiz-ku biz. Cho'ng ham g'arbga bo'lgan ziyoda sezgirlikimiz, ular andati deb ularning siyosiy diplomat qonunini rad qilib olsak, bu to'g'ri bo'lmaydi. Hamda musulmonlar dunyo davlatlari bizga yordam qilmaydi deb bu yerdagi xalqni bu Sharq Turkiston davosiga ergashtirishni buning bir nafri qilishga sal qarsak bu bo'lmaydi. Shunga har ikki taraf muhim. Endi Xitoyga qarshi qanday kuchni topa olsak, buning nimasini elib Xitoyga qarshi turib Sharq Turkistonniki mustaqillikka yetishimiz bu shartdir. Hamda yana bir savol, bizning bu chet ellik da'voyimiz projekt
Avaz var mı yok mu? Baba. Bizden çetlerlik davayımız projekt işleş davası mı? Mesela de kurultaydan başka bir qancha teşkilatlar var. Bular Amerika Net'niki Amerika Demokrat Ilgirish fondidan projekt elib şu dava kelyapti demdi-de nimasnikini. Reallik hamda. Çünkü biz xalqimiz o'zimiz bir iqtisodiyotda butun Uyg'urlar yordam qilib o'zimizning iqtisodiyotdan ma'lum tashkilot qurib harakatlantirolmagandan keyin haqiqiy iqtisodiyot beqinib qolyapmiz-da bu ahvollarni. Unda olsa biz projekt işleşten dava kılıştan kandak münasebeti var. Projekt işleş arkalık kandak ünüm yarata alayımız. Abi destek birinci sualmıştı. Buna cevap verdim mi değil mi? Ama toluklaydıgan neyim bolsa qassam boludu. Projekt bu hizmetinin davaga yetişinin işleki bir vasıta. Bu emas, bu emas. Oldu. Amdas meyaki manası tügüde ben ötken bunu mistik. Yani yerde yani birisi undasa Türkiye'deki Şarkı Türkistan teşkilatla birlikte. Şundaqla bunun yadro tayanç teşkilatı olan Şarkı Türkistan Ma'arif Cemiyeti şundaqqa İdaretli Uzmanlık Üniversitesi'nde. Bu teşkilatdan proje işlemdi. Elbette bizimki nurgun projelerimiz var. Mesela bizden fakat da siyaset kılgan siyasetimiz yok. Bizim bizge teva okuyatkan yesli balları var mesela. Çünkü nurgun yerlerde Türkiye'de. Anlatıl mektepleri var. Şembe gelip okuyduğun ballar var mesela. Çünkü üniversite okuyucuları var mesela. Bunun emmesiga bularga yordam edip bularniki nemisini el qilishimiz kerak. Bularning bilim elishi, Türkistan kimligini yetildirish uchun, bularniki diniy, milliy kimlikni to'liqlash uchun nurg'un ta'lim-tarbiya ketadi masalanchu. Bunun emmesini xalqimiz berib olmaydi. Xalqimizniki iqtisodiy kuchi unda nima emas. Tamam, berayotganlar bor, yordam bo'layotganlar bor, Alloh rozi bo'lsin. Ama bunun bilan hamma el qilolmaydi. Bunun el qilib bo'lgan bunun nemisini el qilib bo'lgan idora organlar bor. Buningdan shularning talebiga tushirgan holatda bu proyektlarni tuzib iltimos qilib bu kurslarni bu tarbiyalash nimalarini ep beryapmiz. Masalan o'tgan yili biz 24 tane praktikant o'quvchini ta'tilda 7-oydan boshlab 10-oygacha 9-oyning oxirigacha 3 ay 24 tane hem Uygur ve Uygur olmayan 24 tane adamni biz praktikant qilib ishlatdik tashkilotimizda. 4 xil guruhga bo'lindi. Tadqiqot, projekt tuzash, media ishliyi, xalqaro tashviqot nimalar degandekchi, yani kampaniya qilish. Bunun proje qilib biz bularning maoshini berdik qisman bir simvol xarakterli. Çünkü bular universitet o'quvchilari to'liq o'tirib bitirgan bolalar emaslar. Buni biz o'zimiz yolg'iz qilib qololmaydik. Bunun kollaydıgan bir idarəni tapdıq, onun iltimas qıldık ve bu projektini yapmadık ve bugün bu işini tüketken kim bizge halisane yardımını bir vatkan çetellik eminlerimiz var okuvchilar için üniversite okuyor. Demek bir de proje işini teşkilatınki hareket qilish kuchini kuchlantirish ve mustaqillikka yetish nishoniga vasita qilgan holatda buni ishlasak to'g'ri bo'ladi. Bu ishlatishimiz kerak. Bu qanday so'ga ep boradi masalanchi bu musulmon xizmatlarni. Endi hozirgi masala endi biz ko'ryapmiz, ham chet ellarda masalan projekt ishlayotganlar, masalan projektga pul bergan o'rin shu projekt tushunib birdi pulni, uni ishlatilmaydi. Projektga pul bergan o'rinmi shu pulni hisobini oladigan gap. Nima ishlatding, nima sotib hamma narsa kalonlarni bir narsalarnikini. Hozir sizlarimiz qirg'an vaqtida hamda ashyolik Şarkı Türkistan Ma'arif Cemiyetiga kelgan projektlar shu kichik bolalar ona tiliga o'tadigan, yassi demirlarni qildigan, o'qiyotgan bolalar iqtisodiyotda yordam beradigan, mushu narsaga kelib Sen ko'rgazma qildik 10-oyda Turkiyada İstanbul Üniversitesi'nde hatırlaşmışsam. Aşılmış mesela bunun iltimasını qildik, onun Şarkı Türkistan meselesini anlattık, bundan nasib qilamiz. Bunun Şarkı Türkistan meselesindeki türmelerinin nimelerini yasladık, u yerga nurg'un qisat etdik. Bunun nimesini iltimas qildik, sohasiga tushdik emaslar. Qildik bu davaning nimesini bir anglatish, yaxshi tushuntirish bo'ldi masalan. Sen media nimesi qilgan proyekt var, siyosiy xizmatni qilgan proyekt var. Mesela shu proyektlarni tepib, shularning degan talabiga mos keltirgan holatda o'zimizningki Şarkı Türkistan mustaqillik ko'rishidagi bu g'oya nishonning ve kızılçılıkları daxil tarz yetkizimge asasda nurgun işlerini hep bağlı oldu. Masalanchu. Bu ne mesela bu kadar
Şərq Türkistan təşkilatla birlikini qılıvatamızlar yoki Ma'rif Şərq Türkiye Ma'rif Cemiyet namını qılıvatamızlar. Mesela Yaponiya 3-cü qətim berib hem de Yaponiyada parlamentlik adamlarla görüşüp şu yerdə bir fəaliyyət qıldınlar. Xoş. Ondan keyin nima Malayziyada mı qarallik Malayziyada görüp aşağıda kuruşlarni qilyapsizlar. Sizlar berishdan tang Amerikada mı Rusha Abbas xonim bilan Abdulkim Idrisdan beryapti. Yani ba'zi vaqtlarda Umar Qanatlar kirib o'xshash vaqtda faqat bir necha kilo oraliq bor o'rtangizda birisini aytgan so'ng biz aytib tushgandek aytaq bir ahvollik tushyapti-ku. Bu ahvollik ko'ryapmiz. Hamda bu Uyg'urlarni kuzatuvchilarni so'rab boqadi ekan-ku hamda masalan. Bu nima uchun Uyg'urlar bir davlatga o'xshash müştərilikə bir işkin ilgili hesab tanımda baradigan bu sebep nimada nimiş birleşmede bir hamkorlik bir nima qilmaysiz texnik yaxshi faoliyatdan qo'lga keltirgan olmamto degandek savollarni so'rab boqadi mendimda. Yani o işli bo'lmagan onu bilmayman faqat men tejribalarni onu ko'raman. Endi siz mushunga qanday qaraysiz birinchisi bu-da. Ikkinchisi endi Malayziyadan qilayotgan faoliyatlar Malayziya hamda hozir Xitoylik eng cho'ng nimalar o'ziga ham yaqin bo'lib ketdi-ku. Baş ministrimi degan gaplar bor mana. G'arb shu qadar biz nima ish qilmoqda o'zimiz Xitoy tarbiya qilishimiz degandek. Yani aşağı qilayotgan faoliyatlar Uyg'urlarniki nimalarga foyda manfaat keltiryapti. Buniki qanday bir unumlik bir foydasi bo'layotdi. Bu nuqta bu jihatdan bir azroq nimangizni bir o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Yaxshi savol bo'ldi, rahmat. Endi demokratik nuqtadan aytgan chaqda har qanday tashkilotningki, har qanday yerda faoliyat qilish haqqi va u tashkilotningki o'ziningki nimasi qarori. Mayli Afrika qo'ramdi, mayli nima qo'ramdi, ammo Sharq Turkiston davosini u yerga berib suiiste'mol qilib, yoki nima qilib u nima qilgan emas. U yerga berib faoliyatni anglatib, nima qilib qila oladigan xizmatni qilib kelsa bo'ladi. Ularning tamoman shaxsiy tashkiliy erkinligi, buni hurmat qilishimiz kerak. Ammo ba'zi yerlarga ba'zi tashkilotlarning kirishi aksincha manfiy narsalarni beradi-ku. Masalan, Malayziya xalqininki bu yerda diniy kimligi kuchli, islomiy nimisida ching turadigan bir xalq. Bu yerda bu bir yog'liq chekmagan yoki diniy nimisida biroz susroq bo'lgan odamlarning berishiga qaragan chaqda biroz dindor ekimligi tashkilotlarning berib tezroq anglasha oladigan nima bilan bu Sharq Turkiston masalasini kirishsa osonroq bo'lishi mumkin. Tushunish qo'llanmasin. G'arb nimasiga olgan chaqda biroz sekulyar nimasidagi tashkilotlarning berib bu yerda xizmatlarni tushuntirib anglatishi dindor nimasi kuchli bo'lgan tashkilotlarga qaraganda tezroq mang'ul bo'lishi mumkin-ku. Çünkü bu farqni nima qilishimiz kerak, ayrışimiz kerak. Ya'ni qaysi yerga qaysi tashkilotlar berib xizmat qilsa yaxshi deydigan. Chunki bu yerda baslashib nima qiladigan narsa yo'q. Endi bu yerda qaysi tashkilotlar yaxshi qila oladi, buni tashkilotlar anqirish kerak. Albatta sizlar deganingiz nuqta qaytilama. AQQning tashkilotlar kelsa, bu yerda chet-elliklar savol qo'ygan ahvollar bor, ammo tushuncha bergandan keyin ular to'g'ri tushunadigan bo'ldi hozirchi masalan. Ama Malayziyaninki bir ahamiyatini deb bitayli Malayziya Sharq Janubiy Osiyodagi bir demokratik va musulmonlik kimligi kuchli bir davlat. Bu ya'niki geostrategik ahamiyati Sharq Turkiston kirish uchun muhim deb qaraymiz. Chunki Malayziya garchi Xitoy bilan tijoriy kuchlik va munosabatni kuchaytirayotgan bo'lsa-mu, ularning xavfsizlik nuqtasidan Xitoydan har doim ansiraydigan bir nuqtasi bor. Buni hammamiz ergashgan bo'lsak, buni azroq izlagan bo'lsak, diqqat qilib topa olamiz bu narsani. Ya'ni Xitoy bilan tijorat qilib bu Malayziya emas, atrofdagi boshqa davlatlarmi bu Xitoy bilan garchi tijorat eng chong tijoratni Xitoy bilan qilgan bilan eng chong xavfsizlik hamkorligini Amerika bilan qilgan. Ya'ni Xitoydan kelayotgan tahdidni bular his qilganlik. Xitoy tahdidi kuchaygan sari bular Xitoyning ojizlik nuqtasini, Sharq Turkistonliklarga bo'lgan izlanishni, nimani tadqiqotni bular jiq beryapti masalanchu. Bu yerda Xitoy Sharq Janubiy Xitoy dengizi bu yan tarafda Xitoy izchil kengaymichilik bu yerda tahdidlarni shakllantirib qilyapti. Malayziya mishaliki muhim bo'lgan davlatninki birisi, uning ustiga bu yerda musulmon bir xalq va asosiy kuchlik. Abay deganimdek bu yerdagi musulmon xalqninki Sharq Turkiston davosida kelgisi o'ynaydigan roli cho'ng. Bu nuqtadan aytgan chaqda Malayziya yana bir nuqtadan aytgan chaqda bu muhim. Üçüncü narsa Malayziyaniki atrofdagi boshqa davlatlarga bo'lgan
yetib berishimiz texmi yaxshi masalanchu. Bizning hozir 2022-da qurgan bir tashkilotimiz bor. Bu tashkilotda Malaylar xizmat qiladi masalan. O'zlari shu Uyg'urlarni Sharq Turkiston masalasiga qiziqib bu narsaga nima qilgan yoshlardan qurilgan bir tashkilot bor. Umru deydiganchu. Qonunliq tizim qilinliq bu Malaylar shu yerda xizmatda bo'lindi masalanchu. Bu oson bir narsa emas masalanchu. Aşağıda sizin soran meselede yani mesela bulutluların uzaklığı her katın bağa vaktinde Ömer Kanat güzellik bir barıdı. Ruşa Abbas Hanım bilen Abdülhakim Hotem bir barıdı. Sizden Türkiye'deki hidayetler cümle bula bir barasa şükürü adam barasında ya da düşünmesini ki de. Berkatim bazım. Çıkmamın berkatim. Hem de mukayren 3 ay görüşme kalamızda okşaş bir Malaysiyada kurulgan Malaylarning tashkilotlar o'xshash ko'rishib qolgan ahvolim bo'ldimi va ya shular sizlardan so'ramdi nimishqa uchanlarning masalanga nimishni bir guruh tashkillab biroqla kelmay pash-pashlab kelisizlar ya uchanlarning kimdalik qilayotgan ideya nimalarni farqli narsa bormi nimishimda o'zaro bir hamkorlashib bir cho'ng bir ubeklab kelmaysizlar degan bunday savolni sizlardan so'ramdi shular. Endi demokratik nuqtai aytgan chog'da tashkilotning har yerda berish u o'ziniki tamoman tashkiliy erkinligi. Biz onu kelib barma demaymiz chunki biz ularning tashkiliy boshlig'i emas. Yaqin niyat masala hozir gapimiz bo'lyaptim. Men qo'ygan savolim hargizmi aloqa sizlarga aloqa o'z oldim. Erkim o'zining har bir tashkilotninki qaror qilgan, belgilagan muhim nuqtalar shaxsan bizningki belgilagan rayonimiz va nuqtamiz va bu yerda biz siyosiy nimamizni kuchlantirishimiz kelib qilgan aniq siyosat va strategiyamiz aniq bor. Bu sebepte Malaysiya bu rayonning kişiliki bir rayon. Ve şununla bu yerga teşkilatımızın kurduk, bu yerki faaliyetlerimizi canlandırdık, bu yerki siyasi diplomatik kanallarımızı içivatımız ve hatta nurgunluğun okuvçularımız bir yerge verip Malaysiya'nın ilgili nimisinde okuvatıdır mesela. Fakat bakalım bazılar. Bazılarımız işkicilik oldu bu yerge okuvçu bizi orunlaştırılıyor. Fakat da bunda üniversite devletinken ilgili mesela Malaysiya Teknologiya Üniversitesi dünyanın aldığındaki üniversitelerinin birisi bunun namını sizden anlayan buluşunlar mümkün. Nurgun okuyucuların bir yerge orunlaştırıp olduk. Bu pakatlam ki bir yerde resim düşüp girişemez mesela. Şarkı Türkistan davasının ki ul asasını bir yerde siliş gerek. Çünkü bunun bir yerinin ki geostratejilik ehmiyetini dedi Malaysiya'daki. Gerçi Xitayda yaxşı tutkan olsun ama bir yerde her daim partlaşarlı tutan bir xavfsizlik tehdidi var. Malaysiya, Filipin, Endonezya, Vietnam qatarlıq devletler. Çünkü etraftaki başka devletler var. O Şərq Cənubi Asiya rayonu biz için mühim Şərq Cənubi için. Ve bu yerge biz asasımızda silvatimiz ve bunun nimisi bir kıtım resim çıkıp işlerimiz bununla ul asasımızın doğru siliş bilen kabiliyet ilgilerini davanı üstüge alalaydıgan Şərq Türkistan milli royuna yetişken yaşlar bilen bu nesneki devam kılışımız gerek. Mesela Yaponya'da nimimizle kıldık nurgunluğun nesnimiz için inşallah. Yani başka teşkilatlarla uçuruş kalması bu biz için bir problem emez mesela. Çünkü bizden nesimiz, nişanımız yedik, kıldığın faaliyetimiz yedik. Ama çeteliklerden destekli sorulan nesip oldu. Ama hazır olarak inik buldu. Çünkü her teşkilat özünki nimisini ayrım nişanı nimisi bakende. Ama bizden izkel koyup kilovatkan nesimiz o bulsun müstakillik bizden yetmek çok nişan gayimizde ve bu neslin vazgeçip bakmadık ve biz izkel görüşke yerlerde bu neslin uçuk alette koyup kilovatımız. Yani ahırka yani bir sual şu München hapslik yığını şutakla München içilgan yığındakin kuruldan yapılan meşrep faaliyeti. Ben üzerime bir yazmam yazıp elan kıldım bir tanqide obzordum birine. München bexatarlik yığından Dünya Uygur Kuruluşunun faaliyetlerine nazar dep yazıp elan kıldım. Bunun nurgun üzerindeki o'ylaganlarimni, his qilganlarimni, tavsiyalarimni qo'yishdan tang ba'zi narsalarni kuchli tanqid qildim. Mening tanqid qilishim hozirgacha u o'zimni kuzatgan nuqtasi. Masalalarni dalil fakt isbotlardan yuritib berish. Hargizmi dalil faktsiz emas narsalarnikini. Endi bu tanqid degan shaxsga, shaxsning xarakteriga emas bu narsa. Cho'qim shaxsniki qilayotgan ishiga
umumining manfaatiga munosabatli narsalarni tanqid qilgan gap. Bu tanqid bir jamiyat bo'lmaydi. G'arb davlatlarida eng kuchli narsaning o'zi bir tanqid yana. Bu yerdan borda jamiyat qancha ko'p tanqid, ilmiy tanqid ko'p bo'ldi ekan, o jamiyatning ma'naviy atmosferasini saplashtirdi. To'g'ri. Bu narsaniki. Lekin bizim bu diasporada ham tanqidchilar oz ko'proq bo'lib, jismi bilan tanqid qilib, shu bizning sharqiy mustaqillar qitidagi byurokratlik, yolg'onchilik, saxtalik qilayotgan ishlik betaraflikni ichib beradigan bo'lsa, dal nisbatan bu yaxshi. Afsus hamda bu xil shaklda emas, uni boshqa ahvollar bo'layotibmiz hamda. Yozganlarning jismi yo'q bilmaymiz degan bunday ahvollarni. Ham gapning xulosasini qilsak, u da 2 yil Dolqin esa bu Myunxen bexatarlik yig'iniga qatnashdi. Bu qatnashgan vaqtida so'rindim ko'rdik resimni. Strategik o'rinni yaxshi bir yerda o'tqazibdi, lekin Dolqin esa hech qanday so'z qilish, savol so'rash fursati bermadi, shundaqmi? To'g'ri. U yerga kirgandan hammasi gap qilib so'z qilish fursati bo'lmaydi ekan. Endi bu yil esa Dolqin esa yana kirdi. Kirgandan keyin buningga savol so'rash fursatlari berdi, erkin bahslarni paranglish fursatlari berdi degandek bu vaqtdagi xabarlarni to'g'rilarda ko'rdik, bildik. Aslida holat bo'lgan vaqtida men bu vaqtda bir naq maydon bir suhbat qilib boqayda, bir necha bolalar bilan kurashdim. Buni suhbat qilganlar chiqmadi-ku hamda nimasidagi. Ham demakki Myunxen bexatarlik yig'ini endi bu har yil 2-chi oyning 3-chi haftasi Myunxen ishlayotgan 1963 yildan boshlab dunyoning cho'ng siyosiy masalalarini strategiyalarni qilgan bir cho'ng bir yig'inga bu ishni siz yaxshi bilasizlar. Endi bu yig'inga Uyg'urlarning qatnashtirilishi bir nimaning bishoratimi? Faqat bu Tibetlar Uyg'urlik qilgan Hongkonglik va boshqa nimalar yo'q. Hamda hozir dunyoda hamda bundan diqqatimi bir dunyo siyosiy atmosferasida bu Uyg'ur masalasi Sharq Turkiston masalasi kun tartibi bo'lgan vaqtida Uyg'ur bilan yig'in qatnashi nimadan darak berdi? Mush Myunxen xavfsizlik yig'ini haqida o'zimizning o'ylaganlarini, his qilganlarini o'rtoqlashgan bo'lsangiz rahmat. Deganingizda Myunxen xavfsizlik yig'iniki xalqaro siyosatdagi o'rni nihoyat muhim. Muhim bo'lgani favqulodda muhim. Chunki ikki yig'in bor. Birisi Kanadada Halifaxda ochilgan xavfsizlik yig'ini. Buningda askariy sohadagi va xavfsizlik sohasidagi masalalar bo'libmi harbiy va xavfsizlikka aloqador mutaxassis va mas'ul kishilar qatnashadi. Buningga xatolashmasam 3 yil, 4 yil bo'lib qoldi. To'qinay hisoblanib qatnashyotdi deyman. 2 yil bo'ldi. Uningdan jiq qo'ydim 2019 mi? Shuningdan boshlab qatnashig'ili xatolashmasam, uning cho'ng masala emas, u iliq yillimisi. Bu Myunxen xavfsizlik yig'inimi bu siyosiy masalalar muzokara qilinadigan va davlatlarning siyosiy arboblari qatnashadigan muhim yig'inga qarasak, nurg'un muhim arboblarni ko'ramiz bu yerda-ku. Dunyoning eng muhim bo'lgan masalalar muzokara qilindi. Endi bu yig'inning berilishi, qatnashtirilishi dunyoga bu masalani bir eskartish bilan birga, tilga kun tartibga ekilish bilan birga, gerçi söz berilmagan bo'lsa-mu, gerçi berilmagan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan Xitoyga berilayotgan bir mesaj bor. U bo'lsa-mu nima deganda, bu yerdagi Xitoyning yumshoq qarni Xitoyning nimasidagi nihoyat muhim bo'lgan geostrategik ahamiyatga ega Sharq Turkiston masalasiningki yo'ritilishi. Endi bu yerga kirgandan keyin mayli kim bo'lsin, buna fursatlarni quching tutishimiz kerak. Ya'ni bu yerga qo'yiladigan savollar, deyiladigan so'zlar nihoyat o'lchamlik va Sharq Turkiston masalasiningki yetmoqchi bo'lgan nishon g'oyalari, bu yerdagi Sharq Turkiston masalasiningki geostrategik, geoekonomik ahamiyati bu yerda urg'ulanishi kerakki, faqat shaxsiy masalamizni bu yerda yig'lab chiqarsak bo'lmaydi. Mayli qanday tashkilotga qatnashgan bo'lsin, mayli qanday tashkilot kelgusida qatnashadigan bo'lsin, qanday shaxsning bo'lsin, Sharq Turkiston bulardan biz qatnashib qolsa, bu nimaga ahamiyat berish kerak deb o'ylayman. Chunki buni bekorga bizni yaxshi ko'rib qilib yoki bo'lmasa qatnashyapsanmi deb akiladigan narsa emas. Bu qimmatli bir so'rin. Buni zoyi qilib o'tmaslik kerak deyman men. Mening o'yim shu. Masalan, bu yerda ozroq konkretroq ifodalab bera olamisiz? Eniliqi bu yerda berilgan narsalarni masalan kiriblam kimlar yanchiqayinib bozorni qarang'i bozorni aylib chiqib ketgandek chiqib ketadigan so'rin emas. Bu yerda nurg'un arboblar bilan tanishadigan gap, masalalarni anglatadigan gap,
bizning siyosiy bütün tashkilotlarniki nimasida bir acizligimiz var. Siyaset icra qilayotgan siyosatchilar maslahatchilarning akademik nimalarninki bir nimasini elib buni yug'urgan holatda siyosatda ijro qilsa yaxshi bo'ldi deb qarayman. Ammo buni ijro qilayotgan tashkilotlar nihoyat ozchu. Ya'ni men qatnashib kelayotgan nimaga biroz diqqat qildim. Masalalarni biroz shaxsiy masalalarni o'tirib qo'ygandek nimalarni ko'rdim. So'ralgan ba'zi savollarning to'g'ri bo'lmagan ba'zi savollarni so'raldi. Masalan, Qatar nimasidan sizlar Uyg'ur Xitoylarniki samimiyatiga ishlamsizlar deydigan gap emas. Qatarninki musulmon kimligini qoplagan, musulmon kimligini o'z ichiga olgan bir davlat. Bu musulmonlik kimligininki bir majburiyati bo'ladi. Buningga Qatarning Sharq Turkistonda Xitoyning olib berayotgan pozitsiyasini buni so'rash kerak edi. Bir kichikli misol beray. Qaysi to'g'ri masalanchu? Qatarning Xitoyning samimiyatiga ishlamsa emas, u davlatning Xitoy tadqiqotchilari bo'ldi, buni biladi. Ammo uningdan so'raydigan narsa Qatarning Sharq Turkistonliklar bir musulmon kimligi, musulmon qarindoshlik nimasi bo'lgandan keyin ularning ustidagi mas'uliyatni so'rashimiz kerak. U Xitoyga ishlamsa, ishlanmasa, davlatda hech qaysi davlat bir-biriga ishlanmaydi, davlatlar o'rtasidagi munosabatda. Shuning o'xshash to'g'ri savollarni kirgan bu tashkilotninki maslahatchilari, fikr beruvchi odamlar buni hozirlashi kerakki va tushish ehtimoli bo'lgan, ishish ehtimoli bo'lgan narsalarni hozirlab siyosatchining bu yerda unumli foydalanishni hosil qilishimiz kerak. Yani ilmiy siyosat degan bu bo'ladi aslida-ku. Mening deyoladiganim shu. Qolganini siz maqolangizni zaten nihoyat yaxshi bir taraflab nim qilibsiz. Qatadigan mening nuqtam shu. Yani yaxshi foydalanish kerak har qanday tashkilotlar. Shunday. Yani yana bir narsa hamda aşağıda nima bu qadimki Münxen xavfsizlik yig'inida Rossiyadagi o'qitishninki tuyuqsiz o'limga to'g'rilangan kuni bo'ldi-ku shu nimasi. To'g'ri. Dunyodagi 3 chong musbat, birisi o'sha Rossiyadagi eng chong o'qitishning tuyuqsiz o'lib ketishi, Falastin Isroiliyadagi bo'g'atgan ayolga o'lim etim voqealari, undan boshqa Ukraina urushi degandek aslida hamda ilqi nima Rossiyadagi o'qitishning ayoli o'zidagi yo'ldosh haqidagi narsani o'qibdi, ta'ziyanomani butun qatnashgan 400 necha dunyoning vakil siyosatchilari o'rtirib, ashunga o'zidagi hurmatini bildirdi, shundaqmi? Nimasniki. To'g'ri. Nimasida. Ana qurultay oyoqda Uyg'ur mashrab tuzda bir faoliyat o'tkazdi. Bu vaqtda tor dunyosida har xil har yangi gaplar bo'ldi. Men buni o'zim kuzatganda xustim bir narsa yezib, o'zimning fikrini, tavsiyalarimni o'ttirib qo'ydim. Baş faaliyetsiz qayda qaraysiz men? Uneski siz zaten nimada maqolangizni nim bildiribdi. Men uni ortiq so'z ketishimning hozircha qilib tuzning ustiga yana jiq tuz silishning hojati yo'q. Ammo madaniyat nimasida deb biz nurg'un yerlarda tashkilotlar bir narsa o'tkazyapmiz-da, o'tkazyapti. Buning nimasi nihoyatda bir dog'ma bir yerga bog'lanib qolgan nuqtani men ta'kidlab o'tay. Bu madaniyat faqatlamki san'at emas, ilqi nima emas-ku, usullam emas. Bizning ko'rsatkili bo'lgan nurg'un qimmatli yodikorliklarimiz bor. Nurg'un qimmatli tantarbiya nimalarimiz bor. Biz bir erkak qirg'inchilikqa uchrayotgan xalq nima uchun bu yo'qotilishga uchrayotgan qimmatli boyliqlarimizningki masalan Germaniyada, Angliya nimasida, Shvetsiyada nurg'un arxiv nimalari bor. Buni ochib rasmga tushib Sharq Turkistonninki bu qimmatli dunyoga bir ko'znak bo'ladigan bu qimmatli narsalarni qilsaqmi, bu bir madaniyat faoliyati. Ammo bizningki bir erkak qirg'inchilikqa uchrayotgan xalq bo'lish sifatimiz bilan nihoyatda Xitoy buni yaratishga nima qiladi bo'ldi, happy Uyg'ur deb. Oshal Uyg'urlar deb. Aslida bizning bu yerda bunday madaniyat toplamki qizlarimizni boshqa bir xalqlarning oldida usulga sepib berishimizni men to'g'ri ko'rmayman shaxsan. Bu biz uchun bir to'g'ri bo'lmagan bir inkaschu. Aslida anda qimmatli yodikorliklarimizni, qimmatli asarliklarimizni chiqib, buni tanishtirish orqali Sharq Turkiston xalqininki ma'vu nuqtadanmi, madaniyat merosi nuqtasidanmi qimmatli ekanligini anglata olamiz. Masalan,
Avustraliyada, Amerikada mesela mangan, usul oynagan kızlarımızı neyim kıldık? Neyim için bu kızlarımızı usul oynatmay, usul oynayışımız mecburi mi? Başka bir nerse mi gösterelim? Mesela neyim için çelişçi yigitler çıkmaydı? Muskulluk, canlılık, Uygur milli kiyimimizni kiygen, örf adatlarımızı neyim kılgan, kavul, muskulluk işler çıkarıp, halkımızga bir ümit bağışlaydigan narsa qilmaydi nima uchun? Atlarni mingan masalanchu. Bu mu bizning kültürümüz bu masalanchu? Bizning jangovarligimizni namoyon qilinish uchun har doim izlik usulga silinadigan bir narsani qo'yishga biz majburmi? Uni boshqa narsamiz yo'qmi bizningkichu? Tushunamsiz? İşte. Bu bir o'yinishga tegishli narsa edi. Madaniyat hakkımız kültürel faaliyet qildik deb bir dogma narsaga kirib qolmay, aksincha xalqimizningki jonliq, irodelik, g'ururliq bir davlat qura oladigan bir narsani namoyon qilsakmi, bunimi qilg'ili bo'ladi aslidichu. Masalan, anga desaday, Amerikaningki Wilson Centerda nurg'unlagan yipiq arxivlar va buni ichivatdi. Buni rasmga tortib, buni u bilan paranglashib, mushu tortilgan rasmlarning ustidami bir ko'rgazma qilsak, ajoyib ko'rgazma bo'ldi. Necha yuz parcha rasm va xat. Yipiq arxivlarchi ayni vaqtga Sovet ittifoqi bilan Xitoyninki bu yerdagi Gomindan nimalar bilan qilgan nurg'un yozishgan xatni buni xalq bilmaydi, turayotgan davlatga odamlar. Buni chiqib tushuntirib, tizib, lipab nimalarga elib qilsak, bu go'zal bir faoliyat bo'lmamdi masalan. Chunki masalani anglatamamdiq nimadachu. So'ng anlatadigan nuqtalar nurg'un. Shunga yangilik yaratishga to'g'ri bo'lgan shaklda davoni anglatishga nima qilaman? Buning ustida tashkilotlar o'yinib baqsa bo'ladi. Rahmat hamsa Nijat efendi bilan suhbat yaxshi bo'ldi. Men qarindoshlar inkoslarni o'qib baqdimda, haqorat xarakterlik mana bir narsalarni yozganlarimni men hech kim tanimay ekanman, bilmaydi ekanman, ba'zi savol so'rganimni bilmay hech qandaysini kerak ismi aniq emas ekan. Mening suhbat qilishim ikkinchi savolda o'tgan Umid Musaboyev bilan qildik, buni Nijat efendi bilan qildik. Qilgan suhbat hargizmi bir-birimizni yengish, sining to'g'ri, mening to'g'ri deb ilqi bu xil munozir orqali bir-birimizni yengish maqsad emas. Faqat o'ttirimizda fikr hosil qilish, men o'zimni kuzatgan nuqtasini o'ttirib qo'ydim, savol so'radim, qarashda bunga javob berdi. Javob qoyil bo'lsam, qoyil bo'lgancha, qoyil bo'lmasam yana qancha so'rab turdim degandek. Endi bu har kallada, har xiyolda hammamizniki masala qanday qarashimiz, bu hammamizning o'zimizning masalasi. İlla hech kimning ideyasini hech kim ko'zga yopib tanlamaymiz. Facebookda, WhatsApp'dan bir-birisi to'xtamay shu munozirlashganlar. Onda munozirlashib qolgandan chiroq ekranga chiqib, bir-birimizni hurmatliga asosda, insoniylikni oldin qo'ygan asosda, axloq oldin qo'ygan asosda bir-birimizning shaxsiyatiga, xarakteriga kirmay, chiroyli shaklda paranglashsak, o'ttirimizga nurg'un xushmasliklar hal bo'ladi. To'g'ri. Herkes ekrana chiqish bir-birimizni masxara qilish, mat qilish yoki uni yuzobini yoki to'kish degan narsa emas. Va g'arbda yashayapmiz, o'qishmagan fikrda iqimdagi odamlar o'qishmagan nuqtada masalalarni parallel nuqtaga kuzatadi. Bizim Uyg'urlarga mushundaq bir odat, o'zak bir munozara metodini, munozir axloqini bir umumlashtirib qo'yayli degan maqsadli qilyapmiz bu narsani. Bo'lsa chiqinglar ekranga, chiroyli paranglashib boqili, o'qishmagan nuqtalar fikr almashtirib boqili, hamma odam qilib boqsa, men maqsad ekran ochaman, suhbat qilaman deb qilmagan. Desat Umid Musaboyev bir savol yozdim, shuni javob beraman desak, nurg'un qarindoshlar ekranga chiqsin, ekran nahbet suhbat qiling dedi. Ekran bo'lmagan degandan keyin oxirida o'zim o'rgandim, lekin mukammal o'rganib bo'lmadim bu narsani bilmayman. Tantirib aram qildim-da. Shunga fikrimiz hurmat qilayli. Men o'zimni kuzatganda o'tirib qo'ydim. Ham so'ragan savolimlar mening nima emas, savolim rost. Bulayotgan reallik narsa. Uningga haqlik bergan javobim qoyil bo'lish bo'lmasga o'zingning masalasi biznikini. Lekin xalq bir kuzat kusibdi-da, kuzatib o'ziniki davomli fikrni o'tirib qo'yish bo'ladi. Bo'lmasa o'xshamagan fikr qilib odamlar chiqsanglar, masalalarni parallel nuqtalardan o'tirib qo'ysak bo'ladi. Bugun turg'un Nijat turg'un so'ragan savolimni oldin qilibdi. Oldi qatnashgan suhbatda Umid Musaboyevdan so'rab qo'ygan savol ba'zilari savol ozroq almashtirdim. Ikkisiniki bu o'xshash masalaga qaysi vaqtda javob berganligini nima qilib boqdim. Chunki Nijat turg'unmi hozir diasporadagi cho'ng ishchi tashkilot ishlab boqqan, xizmat qilib boqqan bo'lgandan keyin
Bunun kurash noktası mening qaragan boshqa yuqoriroq bo'ladi, tabiiy. Astagfirullah. Anda bu ki şabi nima qilib boqiladi degan maqsad bu, boshqa bir maqsad yo'q. Bundan keyin endi yanada savollar qas tayyorlaymiz. Oldimizda Ramazon oyi kelyapti. Ramazon oyida men savolimni tayyorlamayman, lekin yozmamni yozaman. Ramazon tugagandan keyin yana bu suhbat programmamizni davomlashtiramiz. Ramazonning o'rnisi uchun har xil haqning eg'iz buzadigan, bir-biz haqoratlaydigan qilib bo'lib qolishni oldinish uchun Ramazonda bu suhbatni ham qilmaymiz. Ramazon tugagandan keyin akam kirishaylik. Rahmat Nijat efendim, sizga ko'p rahmat. Sizga rahmat. Qilayotgan barliq qarindoshlarimizga rahmat. Kelam qatnashib suhbatda ko'rishaylik. Hamma omon bo'linglar. Aman bo'linglar. Allohga emanet.